Kimikatlarni olib, dorilarni olib deyarli qirilib ketdi Xitoy xalqi. Savolim shu ediki, nega shu paytgacha fransizaga o'tmagansiz? Nimaga men shuncha mehnatimni unga ishonib topshirib qo'yishim kerak? Endi asosiy ustozlar o'z xaridorlar ham bo'ladi. 50 ming pulim bor, 10 ming pulim bor, nima qilsam bo'ladi deganlar ko'payadi. Sababi U gapimizga javob bera olmay qolsak, u narsa ham bo'lmaydi. sizda raqobatchilaringiz kelib, ya'ni tezda o'sib ketish ehtimoli bor. Saudiyanikini bozorga olib chiqsak, olishmayapti. Nima qilishimiz kerak? Bu filialni ko'paytirishga nima sabab bo'ldi? Ramazonga yaqin Chorsida odam to'lib ketib qoldi. Oz miqdorda ana qo'shtirnochda aytib ketaveramiz, oqsuyaklar yeyishgan. Bu biznes, imенно market biznesda uchirditim nechta? Boyga narsa bo'lmaydi. Ishonch degan narsa. Yutuqlar ustiga qurilgan biznes bu xudo xolasa yuradigan biznes bo'ladi. Do'kon setlar bo'lib ketishiga sabab bo'lgan asosiy nuqta qaysi paytda bo'lganligi ham bor. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Xudo xolasa bugungi podkastimizni navbatdagi sonini boshlab oldik. Bugungi mehmonimiz ko'pchilik bilgan O'zbekistonda, ya'ni Toshkentda 13 tadan ortiq do'konga ega bo'lgan Saudiya, ya'ni Eron, Turkiyadan tizimli, ya'ni import qilib olib kelib do'konlarni yuritgan, ya'ni Ajva kompaniyasini asoschilarini bugun mehmon qilib chaqirdik. Bugun xudo xolasa suhbatimiz inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umidda boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsizlar bugungi suhbatimizga. Xudo xolasa bugungi suhbatimiz endi ya'ni samimiy, ochiq o'sha formatda bo'ladi degan umidda boshlab oldik xudo xolasa. Demak, Husan aka, marhamat o'zingizni tanishtirsangiz. Men endi shu sababchi bo'lgan joyi xudo xolasa mana shu Ajvani ochishga o'sha paytda sababchilardan bu bizaga endi Saudiya xurmosini olib kirish bo'lgan. Saudiya xurmosi ular bizagacha juda qimmat ham, asosan Saudiyadan emas, Dubaydan Saudiyaga borganlar o'zi bilan o'zi uchun olib kelganlar bo'lgan. O'zim haqimda aytadigan bo'lsam, quruq meva bilan shug'ullandim. Shu 15-yillardan boshlab ungacha endi qandolat mahsulotlari bilan shug'ullanganman. Xullas, biza eksport qilardik magizni. Sheri ukamiz bo'lardi, Samarqanddan, shu magizchi edi. Shu 15-yillarda endi qandolatni to'xtatib turay, mana shu eksport yaxshi bo'lyapti deganiga men qiziqib ko'rdim, hisob kitobini ko'rdim. Bari eksport valyuta olib kiriladi-da. Demak 2015-yil o'sha magiz sohasidan boshlangan. Boshlangan. Ungacha o'zi mana inyazni bitirib o'qituvchilik qilganman o'zi. 98 inyazni bitirib 2001gacha maktabda dars berganman. Keyin o'sha ingliz tilidan dars berganman. Keyin 2001-yilda qandolatga endi tadbirkorlik, endi o'qituvchilik ozgina qiyinchilik bo'lgan, bari yangi oila bo'lgan. O'shanga tadbirkorlikka qiziqqanman. Tadbirkorlikni boshlab 2001dan 15gacha qandolatchilik qilib, keyin o'shaning orasida samarqandlik quruq mevachilar bilan tanishib, ular bizaga o'sha yer yong'oq mahsulotlarini olib kelib berardi. Xullas, shu sababli bo'lganda. Demak, biznesga kirib kelishingiz 2001-yil boshlangan. Lekin bu Ajvaniga, ya'ni kirib kelishingiz, ya'ni quruq mevaga kirib kelishligingiz 15da boshlangan. Quruq mevaga 15dan, keyin shu aytmoqchi bo'lganim, quruq meva sababchi bo'lganda. Quruq mevani Xitoyga asosan urgan. 10-yillarda biz menga aytgan, o'zi eksport bilan shug'ullanaylik deb, "Yo'q, men endi boshqa ishlarim bor" deganimda, keyin mana shu 15-yildan qiziqtirdi. Keyin Xitoyga, asosan Xitoyga qora mayiz, o'sha mayiz bor. Kishmish deydi. O'shani urgandan keyin bitta shu Saudiyaga ham uramiz degan fikr bo'ldi-da. Kimdandir chiqdi, endi eslolmayman. Saudiyaga so'rashyapti, shuni nima qilsa bo'ladi bo'ldi deb harakat qilib ikkita konteyner u yoqqa urgandan keyin u yoqdan xurmo olib ketinglar deb qoldi. Asosan sababchi shu bo'lib qoldi. U yoqdan pul nima qilasizlar olib deb arablar Saudiyaga olib borgandan keyin
xurmo olib ketinglar konteynerda, mayli o'sha paromda boradimi, холодильникda boradi deb shu 19-yilda boshladi shu Saudiyadan xurmo olib kelishni. Keyin bir 2-3 konteyner olib kelib amallab sotilgandek bo'ldi. Kattaroq keyin partiya o'sha 19-20 ga to'g'ri kelib qoldi. Katta partiya kelib qoldi. Endi u karantin boshlanib qoldi. Mana shunaqa sabablar bo'lib, keyin jiyanlar yordamga kelib, maslahatlashib o'tirib, shu jiyanlar yordami bilan keyin do'konga harakat qilib, ham tarixi bor. Xullas uyda optim sotadigan bo'lib, o'rozorlarda bo'ldi. Keyin karantinda o'zimiz ham dastavkalarda yurdik. Keyin xalq o'zi odamlar telefon qilib do'kon ochinglar, biz yil bo'yi xurmo yeylik deb. Asosan shu sabab bo'lgan. Saudiya xurmosi masalan ko'plar biladi, navlarini ajva bor, o'sha nomiga qo'yganmiz. Keyin sukari degani bor, shirin, o'zi shakarli deganda ma'nosi. Masalan o'sha Dubaydan samolyotda olib kelishganda qimmat aylangan. O'sha paytda bilganmiz. Masalan shu 19-20-yillarda masalan 130 mingdan olib kelingan bizda. To'g'ri kelganligi uchun 50 ming 60 mingdan boshlaganmiz. Dubai narxida sotishni boshlaganmiz. Chunki yo'l ochib bermangiz olib ketganingiz uchun, ya'ni pulni bo'shatib olish uchun ham shunaqa shu sabab ham bo'lgan. To'g'ri. Keyin birinchi olib kelishgan. Shu qisqacha shunaqa bo'lgan. O'sha qaysi viloyatdan olgansizlar magazda? Samarqand bu narsa bo'yicha eng katta ob'em anaqada miqdorda Samarqand, Ishtixon, Urgut o'sha yerdan olib Xitoyga ulardi. Xitoyga? Asosan Xitoy katta ob'em olgandi. Xurmonichi Saudiyaga nima qilgansiz, sotgansizlar, to'g'rimi? Yo'q, magazda sotgan. Magazda. Magaz Samarqanddan olib Saudiyaga olib borib, ya'ni sotib, uni pulini olmasdan, ya'ni shunaqa xurmochilar bilan gaplashib qoldi. Ular o'zi bizdan olib sotadiganlar o'zi bog'i bor ekan ularida, o'sha arablarida, katta tanishida bor, o'zida bor. Mana biz ham sotamiz katta ob'emda, sizlar magiz sotsanglar, biz xurmo sotamiz. Kelinglar deb yoqqanday bo'lib, keyin bir biz ham katta partiya bir olib kelsa arzon tushar ekan, bir yedir ko'zi xalqqa yoqadi. Saudiyaniki xurmosi foydali-da. Sog'liqqa. Rahmat. Hali ya'ni bunga chuqurlashamiz. Nodirxon aka, Assalomu alaykum. Yana bir bor o'zingiz haqingizda bir tanishtirsangiz, ya'ni qanaqa qilib bu kishi bilan ya'ni birlashishni qilgansizlar, qarindoshligingiz jihatdan bir boshlang. Xo'p, avvalambor taklif uchun rahmat. Jo'rabek aka, bu ko'rsatuv manfaatli bo'lsin va davomli bo'lsin deb qolamiz. Va bizni o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim Nodirxon Sobirov. Xudo xolasa shu ishga aytganlaridek birgalikda sandan ugina mandan bugina deyiladi-ku. Yelkama-yelka bo'lib anaqa qilingan. Masalan bular o'zi ishlab chiqarish qilganlar, birga ishlaganmiz va undan keyin orada o'zi bizni oziq-ovqat do'kon yurg'izganman. Kichkina butkadan boshlangan. Nechinchi yil? Bu 2010-yildan boshlangan. 2010-yildan to shu 2019 atroflarigacha o'sha oziq-ovqat do'kon yurg'izganmiz. Demak, Husan akada alohida, to'g'rimi? Ha, o'zim alohida yurg'izganmiz. Keyin orada bular o'sha xurmo olib keldilar, boshqa bo'ldi. Va buni sotish kerak, boshqa qilish kerak. Keyin sekin-sekin birlashib ketdik. Demak, o'zi aslida bu Ajva brendi, misol uchun bir 2-3 yil avval ko'rganman-da, kirganman, ya'ni qiziqib qarasam, inson sog'ligiga foydali bo'lgan mahsulotlar asosan. Bu yerda nima bor? Asosan xurmo bor, asal bor, ya'ni har xil giyohlar bor. O'sha inson organizmiga, sog'ligiga foydali bo'lgan mahsulotlar. Chunki o'zim qiziqardimki, qanaqa bu xurmoni nafaqat bizda O'zbekistonda asosan o'sha Ramazon oyida iste'mol qilinganligi uchun men o'ylardimki, shu yil 12 oy o'sha xurmoni ham ya'ni o'sha retseptlarimizga, ovqatlanish retseptimizga kiritsak yaxshi bo'ladi deb qiziqib kirganman. Keyin qarasam, o'sha segmentlar o'zgara boshladi-da. Adashmasam, shu
asosan xurmoni ustiga qurilgan bu biznes, to'g'rimi? Shunday. Endi qanaqa qaysi mamlakatlardan olib kirasizlar? Buni chunki uni so'rayotganim import qilib olib kelish, ya'ni buni tizimlab, buni do'konda filial qilishlik oson emas bo'lganligi uchun shuni so'raymiz-da. Hop, Jo'rabek aka o'zi hamma narsani boshiga qaraladi. Boshiga qaraladigan bo'lsa, aynan shu bizani shu ajva bo'lib o'sha do'kon setlar bo'lib ketishiga sabab bo'lgan asosiy nuqta qaysi paytda bo'lganligi ham bor. Ya'ni aynan shu sog'liq bilan muammo bo'layotgan paytlarda, o'sha paytda Covid bo'lib qoldi. Covid payti edi. Sog'liq bilan o'sha paytdagi holatdan kelib chiqib turib bu narsani qilishimiz kerak. Bu narsani ya'ni bu narsaga ya'ni o'zimizda ham va jamiyatda ham muhtojlik bor deb sezdik. O'sha paytda o'sha ximikat bilan davolab ko'rishdi bir-birligini. Ximikatlar bilan davolandi, ko'pchilik o'tib ketdi, boshqa bo'ldi. Ko'pchilik bildiki, tabiiy mahsulotlar bilan o'zi hayot kechirish kerak va tabiiy mahsulotlardan ya'ni dori nima deydi, dorivorlar o'zimizani yetishtirib turilgan, o'zi o'sha aytiladi-ku, har bir mamlakatda o'zidan yetishtirib chiqqan giyohlar o'ziga foyda. Ya'ni o'shani hisobiga bu yerda nima bilan jamlasak bo'ladi deb qaraganmiz-da. Ya'ni o'zi tabiiy mahsulot kelyapti Saudiya Arabistonidan. Biz o'sha akamlar, Husan akamlar aytganlaridek, mayiz urganlar va u yoqdan keyin yana ham nima deydi, qarshi tomondan ham ya'ni qaytishda ham deylik, qaytishda ham o'sha foyda bilan kelsin degan maqsadda ular ham molga barter hisobida bo'lib kelib qoldi xurmo. Endi bu yerda yana nuqta bor. Shu paytgacha Saudiya xurmolarini umuman deyarli bo'lmagan, savdoda, rastada bo'lmagan. Oz miqdorda ana Qo'shtirnochda aytib ketaveramiz, oqsuyaklar yeyishgan. Ya'ni puli bor odamlar o'sha Saudiyadan yoki o'sha Dubaydan zakaz orqali kelgan. Ya'ni O'zbekiston. Faqat o'sha Eron xurmolarini, hattoki o'sha mazafati degan xurmosi bor, o'shani ajva deb iste'mol qilgan. Endi haqiqiy ajva, haqiqiy o'sha sukkariy mahsulotlari va o'sha Saudiya mahsulotlari kirib kelgandan keyin bu narsa haqiqiyligini va o'ziga yarasha narxi bilanligini, endi masalan Eron xurmolari o'sha paytda 15 ming, 20 ming so'mda. Bu Saudiya xurmolari 50 mingdan boshlandi. Endi 50 mingdan boshlanayotgan mahsulotni kim oladi? 20 minglik turganda. Davomiy o'shani yeb kelingan xalq. Lekin Eron xurmolari bilan masalan Saudiya xurmolarini solishtirsa, ularni voloknosi, o'sha ichidagi xususiyati ancha kuchli hisoblanadi Saudiyaniki. Endi bu yerda aytilayotgan narsa nima deydi? Saudiyanikini bozorga olsak olishmayapti. Nima qilishimiz kerak? Mana o'rizor aylandik, boshqa qildik. Tushunishmayapti. Bu unaqa ketmaydi bizda. Qimmat ya'ni. Bo'lmasam yaxshi narsani qanaqa qilib uni yaxshiligini aytsakkina, yaxshiligini bunday tashviqot qilinsa, ya'ni shu narsani foydaliligini xalqqa bilishsa, o'shandan keyin olishar ekan degan narsada oldin o'sha uydan savdo qildik. O'sha aytganlaridek o'sha tabiiy dori vositalari bilan jamlasak bu narsani keyingi etaplarda mana bir bitta narsani qurasiz, o'sha biznesni qurilishi bo'ladi. Keyingi etaplar nima bo'ladi? Masalan, kitob bilan birga qo'yaylik dedik. Masalan, mahsulot bobida yeydigan narsa va o'qiydigan narsa bo'lsa bo'lmay qoladi. Faqat o'sha tashqi tomondan ham klient ko'zi bilan ham qarab ko'rdik-da bu narsaga. Qarasak bo'lmaydi. O'sha tabiiy dori vositalari, biologik qo'shimchalar va o'sha xurmo va chaqchuqlarni birlashtirsak,
bir o'ziga yarasha bir tarmoq bo'ladi keyinchalik ham degan narsani boshida o'sha o'ylangan, qisman o'ylangan. Endi sekin hozir yana ham takomillashtirib, tizimlashtirib o'sha darajasiga kelyapti. Endi xudo xolasa o'zi qiladigan ishlarimiz ko'p. Bir unaqa qildik deyishga ham odam xijolatda o'zi aslida. Shu endi yana qaysidir savollaringiz qolib ketgan bo'lsa, fikr jamlab olish. Bo'ldi. Haqiqatan ham to'g'ri aytasiz. Mana misol uchun adashmasam shu 2014 yo 15-yillarda Dubayda ko'rardim-da. Xurmoni shunday yorgan, ikkiga bo'lib, ichida pistalar solingan, asal solingan, har xil nima deydi, o'riklar solingan, bir juda ham turi ko'p, 50 dan 100 dan ortiq bo'lgan turdagi bitta xurmoni juda ham bir chiroyli san'at asari qilib yuborganda, ya'ni o'sha do'kon faqat xurmo sotadi. Keyin o'sha payt xayolimga keldi, mana shunaqa narsa O'zbekistonda yo'q, shuni qilsa qanchalik to'g'ri bo'lar ekan deb o'ylab yurgan paytlarimda keyin o'sha ajvani ko'rdim-da. Ya'ni adashmasam o'sha imенно xurmoni ustiga qurilyapti bu biznes, ya'ni. Asli o'sha paytlarda ham, hozirga qadar ham bitta brend tanlab va brendni ustida ishlab va o'shani qanchalik jamiyatga foydasi tegadigan bo'lsa, u brend yuradi. Ya'ni asli olib qaralganda o'sha aytganingizdek, o'sha 2014, 2015 va bundan buyog'iga ham asosiy o'sha chet davlatlarni nima deyiladi bu yerda asosiy qaraladigan narsasi, masalan, chet davlatlarda ham o'rganib kelinib, bu yerda endi tadbiq qilinib boshlanyapti-yu. O'sha narsalarni ko'rgandan keyin ham ozgina gapimni yo'qotib qo'ydim. Xullas, nima deydi? Chet davlatdan ko'rib kelib, masalan, hozirgi paytda ko'rilyapti, masalan, bunaqasiga tushuntiray sizga. Xalqimiz chet davlatlarga chiqishga ham uncha ochilmagan edi. Masalan, 2017 keyin deyarli butun dunyoga o'zbeklar chiqishni boshladi. Asosan endi ko'p aksariyat deylik, ungacha ham borib kelishgan, boshqa bo'lgan. Umrlar ko'paydi. Umra ko'paydi, boshqa bo'ldi. Ya'ni xalqimizni ongi oshib boryapti-da. Shunaqa deb tushuntirsam to'g'riroq bo'lar ekan. Ya'ni xalqimizni ongi oshib, ya'ni talablar ham o'shanga yarasha bo'lib ketyapti. Talab kuchaygan sari, talab o'ziga yarasha injiq talablar bo'lishi boshlagan sari iloji boricha taklifni ham chiroyli berishga va masalan bozor yurmaslik, mo'llar masalan chet davlatlarga chiqishadi, hamma yoq mo'l. Masalan, olib qolinglar, kelib qolinglar, bozorlar bor. Qisman qatladadir qolib ketgan. Lekin asosan talab qayerga ketyapti desa, iloji boricha qiynalmasdan savdo qilishlik. Qulay savdo qilishlik. Endi biz o'zimiz shu oziq-ovqat do'konidan chiqqanimiz uchun biz endi o'sha boshida kichkina butkadan boshlaganmiz. Korzinka bo'lsa-yu, bir narsa bo'lsa-yu kattalashtirsam, keyin ozgina shu tovush kelib tursa, xotirjam bir savdosini qilsa degan narsalarda o'y fikrlar bo'lganda, endi shu masalada iloji boricha aytmoqchi bo'lganimiz, o'zimiz ustimizda o'sha birgalikda hamjihatlikda ishlab qiladigan ishlarimiz o'ta ko'p. Qo'ygan anaqalarimiz, ya'ni qo'ygan maqsadlarimiz o'ta ko'p, xudo xolasa. Asosan o'zi bu ishni boshida, parda ortida, masalan, endi chiqyaptilar. Asosan boshidan mana bu to'g'ri, mana bu noto'g'ri, mana bunaqa qilsak to'g'ri bo'ladi deb bizga asosan ish o'rgatib kelgan ham o'sha Husan akam, ya'ni o'sha birinchi o'ziga yarasha o'sha qandolat mahsulotlari chiqarilgan, boshqa qilingan, o'shalarda ham ustoz bo'lganlar, boshqa bo'lgan. Asosan endi
bu ishchi bosh qoshi bo'lib turgan Husan akam bilan. Biz endi asosan ulardagi bo'ladigan komandalarni bajaramiz o'zi. Zo'r, rahmat. Endi bitta narsa hozirgi suhbatimizga xulosa qiladigan bo'lsak, demak, bu qanaqa bo'lgan yo'l-yo'lakay bu sohaga kirib kelingan. Ya'ni siz aytdingizki, sog'lik tarafida muammo bo'lganligi uchun shu tarafga urg'u berildi. Husan akamiz o'sha nimaga import qilib, magizni import qilib, o'sha yoqda magizni puliga xurmo olib qaytib, shu sohaga kirilgan. Endi menga bitta narsa qiziq bo'lyapti-da, qarang. Demak, xabarimiz bor, misol uchun chet elda, Amerikada ham misol uchun oilaviy bizneslar bor-da. 100 yildan beri yurib kelayotgan, masalan, Coca-Cola ham bo'lishi mumkin, McDonald's, ya'ni Walmart degan oila bo'lgan, ya'ni o'sha oila, ya'ni biznes shunaqa bo'lganki, oilaviy biznesga aylangan, ya'ni silsila bo'lib sekin-sekin yurib kelyapti-da hozirgacha. Endi hozir mana yaqinda ham shu bo'yicha bir kontent chiqardik, qanaqa biznesda ehson qilishga haqqi yo'q degan kontent. Bu nima desangiz, bu ehson qilish qanaqa bo'ladi desa, ya'ni kerakli joyga, masalan, biznesda ustunlar bor, moliya bo'limi bor, marketing bor, o'sha ustunlarga o'zini qarindoshlarini olib kelib, mutaxassis bo'lmagan qarindoshlar olib kelib, bu biznesda qulashiga sababchi bo'layotgan holatlar kutilyapti. Endi hozirgi holatda. Meni qiziqtirgan yana bitta savol shuki, sizlar, men adashmasam, mana yaqinda ham gaplashdik shu haqda. Sizlarda adashmasam, ya'ni 6 ta aka-ukasizlar. 6 ta aka-ukasizlar. Shu biznesda aka-ukalar, ya'ni bitta oila shu biznesga kirib keldi. Ya'ni Ajva to'r bor, Ajva market bor. Shunaqa Ajvani degan brend ustiga, ya'ni oilaviy bu biznesga aylandi-da. Bunga qanday sabab bo'ldi yoki yoshlikdan bu ota-onani nimasimi bu? Ya'ni qanday bo'ldiki shu oilaviy biznesga aylanib ketdi? Husan aka? Endi buni sabablari endi baribir islomda ham silay rahim deyiladi. Keyin ishonchligini eng birinchi o'rinda shu jigarda turadi. Endi har xil holat bo'ladi deyishadi-yu. Endi u tarbiyaga bog'liq endi baribir har xil holat. Xudoga shukr, endi bizdan tarbiyaga qarashgan, alhamdulillah. O'shanga bemalol jiyanlarga ishonib, mana birinchi shu marketing yo'lini Nodirxonga berdim, keyin Abdulboriy jiyanim bor. Keyin akamgilarning o'g'illarida 6 ta aka-uka, biza 6 ta aka bu katta akamning o'g'illari bo'ladi, ikkinchi akamning o'g'illari, ya'ni katta akamning o'g'illari bor. Shu akalarning o'g'illari jiyanlar, kichkina akamning ikkita o'g'illari bizada ishlaydi. Keyin Ajva metam ochildi yaqinda. Yaxshi o'zi yurg'izadigan tish doktori jiyanim bor. O'sha ham o'zi alohida joy qilib shu Ajva met deb ochdi, tish doktorligi, keyin Lo'ram bor. Shu mana shunaqa tarmoqlanib, jiyanlarga ishonib, baribir yaqin-deb baribir. Endi har xil gaplar bo'ladi, to'g'ri. Endi qaraysiz, qo'lidan keladimi? Ko'rinib turibdi. Bu kelsa topshirasiz. Keyin yana o'qitishlar bor, o'zini ustida ishlaydi. Shu joyga qo'shimcha qilib ketmoqchiman. O'sha endi aksariyat shunaqa holat bo'ladi. Hozir aytganlaridek, baribir qadriyatga bog'lanadi. Ya'ni doda buvilarimizni, katta oyimlarni, o'sha hammani birlashtirganlar-da. O'sha yoshligimizdan bir-biringga yaxshi bo'laring. Hattoki palonchini, masalan, amakini o'g'lini sen mamnaqa deb chaqirasan, mamuni mamnaqa deb chaqirasan deb turib hammani birlashtirganlar. Katta o'sha otinoyi bo'lganlar, katta buvimiz. Mana endi buvimlarni, o'zimni buvimlarni qaynonalarini aytaman. Ya'ni o'sha katta opa dodamizning ayollari o'sha katta otinoyi bo'lganlar va bu yerda eng o'sha jipslashtirib qo'yganlarki, bitta ikkita narsa bor o'zi biznesda, siz aytganingizdek ikkita yo'l bilan quriladi. Birinchi yo'l nima? Birinchi yo'l pul bor, biznes plan ko'rsatiladi va u biznes planga pul tikiladi va hammasiga ish egalarini olib kelib qo'yib joylanadi va boshidan bir katta natijalarga erishishi ko'zda tutiladi. Lekin uni ham ikkita joyi bor. Boyga narsa bo'lmaydi unda. Ishonch degan narsa bo'lmaydi.
ya'ni ish egasi bo'ladi, lekin ishonch bo'lmaydi. Ko'pincha ishonch degan narsa ham o'ziga yarasha qadriyatni birlashtirish masalasini aytyapman-da. U yerda ham risk bor demoqchiman, bunisida ham. Endi bu yerda masalan ikkinchi tomonni biz tanlaganimiz nima? Katta pul masalan qayerdandir tepadan tushib qolish kerak bo'lgan yoki katta pul bilan bir boshlamaganmiz biz ham. Endi o'ziga yarasha shunaqa holat. O'zimizni sekin-sekinlik bilan shoshmasdan chiqamiz zinaga deb turib, o'zimiz ustimizda ishlab, masalan nimalarga qaraymiz, nimaga anaqa ahamiyat berish kerak emas, boshqa shu narsalarda etapma-etap chiqishni tanlaganmiz biz. Qarang, bu bo'yicha hozir bu bo'yicha yana bitta savol bor. Qarang, undan oldin yana ham oydinlashtirish uchun aytyapmanki, hozir qanaqaki ikkiga bo'lish bo'lyapti-da. Ya'ni xuddi ana bu Barsa bilan Realga o'xshagan bo'lish bo'lyapti. Bir taraf aytyaptiki, qarindoshlaringni ishga olib kelmagin. Ya'ni maksimum, ya'ni qarindosh bilan ishlashlik xato degan nimalar ham bor. Ya'ni shuncha biznesning ichida yuramiz, shunaqa yondoshayotganlar ham bor. Endi yana bir taraf borki, siz aytgandek, ishonch bo'ladi, qarindoshlar bo'lish kerak degan taraf bor. Endi men ko'rdimki, sizlarda bir qanaqadir nizo chiqqanini ko'rmadim. Endi yana ham shaffof, ochiq bo'lishni aytamanki, Husan aka, shunda hisoblaringiz qanaqa? Masalan, shotlaringiz ham bittami yo alohida biznesmi? Qanaqa? Shu joyini ham aytib o'tsangiz. Endi ajva turni o'zini alohida shotini qilamiz. Ajva tur endi adashmasam Nodirxon siz qaraysiz. U asoschisi ham sizsiz. Shunaqa. Birgalikda qilingan, birgalikda o'ylangan. Fikr bilan bo'lgan. Aha. Endi Ajva marketchi? Ajva market alohida yo'nalishda yuradi, alohida shotlar alohida. Uni asoschilar kim? O'zingizmi asosan? Ha, birga qilganmiz-da o'sha. Ajva market birinchi ochilgan. Shu xurmo sotish uchun Ajva xurmo market ochilgan. Nodirxon joy qaragan. Birinchi Chorsida podvalda zamin burger bo'ladi, o'shaning tagida. O'sha yerdan boshlaganmiz. Keyin u yerda ham odam ko'payib, talab kuchayib ketib, kelyapti xaridorlar. Talab bor-da, endi biz taklif qilishimiz kerak. Mana uyda ham ko'p sotdik, talab bo'ldi. Ularning talabi do'konchilik. Biz uylarga kelvermaylik. Endi uyda ham sharoit unaqa emas. Keyin sklatimiz bo'lardi uyda, o'shandan sotilardi. Endi vaqtinchalik shu ro'zaga to'g'ri kelib qolganda shunaqa bo'lgan. Keyin uni bitirganimizdan keyin ko'pincha Ramazonda yeyilgan xurmolar. Keyin yil bo'yi yeyilu, endi biz baribir shuni xohlaymiz deyilgandan keyin tez qaramasa bo'lmaydi. Shu Chorsi o'rtalari ham Chorsi shunaqa narsalarga tortadigan joy deb, shu Chorsining tarafdan qaradi, topdi, menga ma'qul bo'ldi. Shunaqa boshladi. Zo'r, qarang, yana aytganim, mana misol uchun men ish jarayoniga kirib ko'ryapman-da. Haqiqatda seni ishing, meni ishing degan joy ko'rmadim. Yana adashmasam Omonullo degan ukamiz ham bor. U ham ya'ni xuddi o'zini biznesida kirib ketyapti-da. Men bilmoqchi bo'lgan narsa, Nodirxon aka, bu biznes, imенно market biznesda uchreditil nechta? Uchreditil bitta. Kim? Sen? Siz? Bular masalan, ya'ni shunaqangiki, masalan, o'zi endi u narsani hammasini endi rasmiyatchilik boshqa, ya'ni ishonch borasida sen o'zingga och firmani va masalan hozir men shu ishonch borasida menda bo'lib qolgan. Lekin anaqa yo'q. Yo'q, to'g'ri aytasiz. Ya'ni rasmiyatchilikda ham ma'mul bo'lib qo'yaylik, ertaga bir narsa bo'lsa, ertaga talashib qolamizmi, nima bo'ladi degan o'y fikr vaqti yo'q. To'g'ri, men so'ramoqchi bo'lgan imенно shu narsani bilmoqchi edim. Bu imенно foizlari ham bo'lish shunaqa bo'lganmi yo shunchaki bir-biriga o'rtasida ishonch bormi? Bu oila qanaqa oilaki? Ya'ni chunki mana ko'ryapman, mana Husan aka ham doim siz bilan maslahatlashadilar. Siz bo'lsangiz, siz ham maslahatlashasiz. Ya'ni qarindoshlar ustiga qurilayotganligi uchun mana shu soha qiziq bo'ldi-da, ya'ni bu qanaqa? Demak, uchreditil bitta bo'lgan bilan foydani sizlar taqsimlashni yana eplab kelyapsiz. O'zi shu paytgacha ishlagan bo'lsak, mana o'zlarining gaplari bor. Foyda haqida o'ylamaymiz. Faqat shu rivojlanish, faqat pul kerak bo'lsa nima qilasiz? Dividend yechib olasiz. Pul kerak bo'lsa, masalan,
oylik chiqarib beradi. O'sha gen direktorimiz oylik olib ishlaymiz o'zimiz. Tushunarli. Demak, bu yerda qanaqa edi? Demak, pul dividend qilib yechib olib kimga kerak bo'lsa bo'laveradi. No, biznes rivojlanib ketaveradi. U biznes ma'lum bir nimaga kelgan, cho'qqiga chiqqandan keyin u kelishgansizmi? Kimga qanaqa? U narsada u narsada bularni akamizning planlari bor. O'sha planga rozimiz masalan. Zo'r. Chunki yana bir nima qilganda gaplashdikki, siz adashmasam Husan akam dadalari sizni dodangiz bo'ladi. Dada dodangiz bo'ladi. O'sha kishi bilan betob bo'lganda ham xuddi siz o'zingizni farzandingizda yo dadangizday bo'lib, o'zingiz yonida borib, o'zingiz qarab, shunaqa holatlar bo'lgan deymanda. Endi boygi narsaga qaytamiz-da. Boygi narsada, ya'ni o'sha Siyli Rahim, o'sha katta o'sha anaqalarimiz ham, katta buvilarimiz ham shu narsaga tarbiya berishganda, ya'ni shu narsadan kelib chiqib turib, masalan, o'g'illar baribir uyalishadi, boshqa qilishadi. O'ziga yarasha. O'g'illar masalan kunduzi qolsa, biz kechasi qarab ana qildik. Ya'ni u o'zi aytadigan narsa emas. Endi so'raganingiz uchun tushunasiz. Bu yerda ibrat bor. Chunki masalan, oilada qanaqa bo'lish kerak? Demak, bu ota-onani o'rni bor ekan. Chunki men o'zimda ham farzandlarim bor. Imенно shu farzandlarimga, ya'ni odatga kiritayapmanki, ertalab uyg'ongandan keyin hamma o'zini o'rnini o'zi yig'adi va ertalab bir-biri bilan salomlashadi. Ya'ni shunaqangi, chunki men hozir ko'ryapman jarayonni, sizlarning oilalaringizga, ya'ni havas o'laroq bu narsani o'zim ham yo'lga qo'yganman-da. O'shandan kelib chiqib bu savol berilyapti, ya'ni bu yerda nima bo'lganligi uchun, ya'ni ibrat bor bo'lganligi uchun. Keyin qanchalik to'g'ri, ya'ni siz demak nima Nodirxon akamiz aytishi bo'yicha foydaga qaralmaydi, kimga pul kerak bo'lsa yechib olinadi, lekin ma'lum bir cho'qqiga ketgan chiqqandan keyin qanaqadir bo'lishamiz degan joyi bormi? Shuni kelishgansizlarmi? Endi hozir rivojlanish bo'yicha yurilyapti-da hozircha. Yo'q, ma'lum bir qachondir. Yo'q, o'sha 5 yildir, 10 yildir. Xudo xolasa endi hozir bu yil 5 yil bo'lib qolar ekan. Mana shu mo'ljalim shu 5 yilda togingni ko'tarib, shu qanchadir vaqt bo'lganda o'zi bilinadi-da, keyin ko'tarib hammasini hisob kitobini qilib, hozir yana o'sha franchizaga ham e'tibor beryapmiz. O'shanga keyin hamma narsa bundoq qarab yechiladi-da. O'shanda sekin o'tirib maslahatlaydigan joyi bo'ladi. O'shanda ko'rsatamiz, xudo xolasa. Demak, endi hali kelishasizlar. Zo'r. Endi qiziq bo'lgan narsa, bu qanaqa qilib olib kirgan, bu sohaga kirganini bildik. Endi mana 5 yil davomida deylik, hozirgi kunda 13 ta filiallaringiz bor. Bu filialni qanaqa qilib imенно misol uchun bitta do'kondan qilib tarqatishmasdan, ya'ni filialni ko'paytirish qanaqa bu jarayonda davom etdi? Ya'ni bu filialni ko'paytirishga nima sabab bo'ldi? Sabablaridan birinchi Chorsida ochgan bo'lsa, boya aytganimdek, o'sha Chorsini ochganimizda xurmolar bizda masalan 50 xil xurmo edi. Faqat 50 xil xurmoni o'zini ham qo'yib qo'ysangiz, endi shirinliklari bor xurmolar, uni ham qo'shganmiz. Xurmo mahsulotlarini harakat qildik. Keyin shu ochilish jarayonida o'ylab chiqdikki, shu quruq mevani ham qo'shamiz, negaki bizda mana shu quruq meva-da bu ham. Endi o'zimiznikida ham qo'shaylik-da, keyin bozorlardan masalan har xil holatda qiynalib yurishgan bo'lsa, odamlar qiynalishyaptimi yoki borib tushib masalan stoyankalar bor, boshqa bor. Bizda endi imkon qadar qulayligiga harakat qilamiz-da. Do'konlarning oldida mashina qo'yishga yoki bemalol yuradigan joylarni qaraymiz. Keyin quruq mevani qo'yishni boshladik. Ya'ni bitta do'kon shakllantira oldingiz. Masalan quruq meva, keyin giyohlar, shu paytda o'sha aytganidek karantin, Covid payti, masalan oddiy bitta o'sha shot sirkani ham reklama qilib, YouTube'larda o'zi Nodirxonning o'zi sababchi bo'lib, katta sirkachi akamiz bor edilar. O'shalarga aytib roliklar olib, ancha sababchi bo'lib, qon quyultirishga, suyultirishga foydali narsa birinchi o'rinlarda turadi shot sirkasi. Endi shuni qo'ydi shu sababdan, keyin
sharoit qilib quruq mevani quruq toza joyda olish uchun odamlarga sharoit qilsa ko'ringlar shuni quruq mevani har xilini qo'yinglar. Bundan ham bir 50 xilni qo'yinglar. Bu yoqda 50 xilcha xurmoni, keyin bir 30 xil mana o'shaning uchun yozganmiz. Eron xurmolarida ham deb yozganmiz. Negaki o'sha odamlar eskidan o'rganganda xurmoga. Mana masalan o'zimni akam ham bir aytdilar-da. Sizlar xurmo masalan Saudiya sotasizlar va baribir o'sha Eron xurmosini yaxshi ko'raman deydi bir xillar. Bizda boyagi arzon mazafati bor bor. Ha, yumshoqligi bor-da. Endi sifat ana sog'liqqa yaxshi taraflari o'sha aytganida Saudiya xurmosining ancha farqi bor-da. Eronnikini ham yomonlamaymiz. Endi darajasi bor-da. Xo'sh, shuni aytmoqchi bo'lganim, hop shu narsalarni qo'ydi, ochdi, quruq mevalarni yo'lga qo'yishga harakat qildi. Je talab kuchaydi quruq mevaga o'zimiznikiga. Zo'r sharoit qilib qo'yibsizlar. Mana bizda yurardi vaqtda Chorsida yo boshqada. Endi olib borib oladiganlar bor hali ham. Endi biza imkon qadar, endi kamchiliklar ham topilib turadi. Endi imkon qadar masalan o'sha quruqligiga, tozaligiga qarab xizmat ko'rsatamiz. O'shanda birinchi do'konni shakllantirib oldik. Keyin kelishyapti-da, Chilonzordan kelyapman, baraka topib o'sha yerga harakat qilinglar. Yo Yunusoboddan kelyapmiz, yoki u yerdan kelyapmiz, bu yerdan kelyapmiz deb ko'p gaplar ko'p bo'ldi. Keyin o'z videolarim ham bor. Ramazonga yaqin Chorsida odam to'lib ketib qoldi. Xudoga behisob shukr. Shunchalik taklifni to'g'ri tushunib, talabni to'g'ri tushunib taklif qilgan ekanmiz. Ko'plar bilib o'sha sog'inib yeydigan bo'ldi. Endi quruq mevaga ham yaxshi kelishyapti. Boshqa narsalarni ham ko'p qo'yishdi. Turk shirinliklarini qo'ydi, turk mahsulotlari xullas. Shundan keyin sabab bo'ldi-da. Keyin ikkinchisini masalan Chilonzorda ochdi Shuhratda. Keyin uchinchisi yana gaplar bo'lgandan keyin Toshmay, Yangi Toshmay tarafda ochdi. Shunaqa qilib Yunusobodga ham nasib qildi. Demak, o'zlaringiz investitsiya qilib filiallarni o'zimizda qildi. Boshida shu joyda ozgina qo'shimcha qilib ketsam, bitta nuqta bor bu yerda. Bitta yaxshi do'stimiz, yaqinimiz o'sha paytda Facebookda ham post qo'yib turardik, boshqa qilardik. Bir akamiz keldilar. Endi o'sib kelayotgan brendlarga o'zimni hissam qo'shsam deyman dedilar-da. Keyin maslahat berdilar. O'tirdik. Sizlar hozir zo'r narsa ochgansizlar. Zo'r yo'nalish komplekt qildinglarki, o'sha aynan o'sha sog'lom turmush tarziga ham tushadigan va bunaqa yangilik bo'ldi xullas. O'zbekiston uchun yangilik bo'ldi bu narsa. Chunki o'sha Husan akam aytganlaridek, oldinlari masalan chaqchuq desa bozor tushunadi. Yoki shunga o'xshash hol. Endi u aka keldilarda hammasini aytdilar. Tushuntirib, chizib berib, boshqa qilib. Hozirgi paytda srochni sizlar ko'paytiringlar. Tezlikda ko'paytiringlar do'konni sonini deb maslahat berdilar. Endi maslahat berdilarda keyin dedik qanaqa bo'lar ekan deb o'yladik-da endi biz ham. Keyin maslahat qildik, boshqa qildik. Ular mana shuni qilinglar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Eng asosiysi o'sha sizlar tarmoqni ko'paytirganinglar sari bu yoqdagi omborni talabi ko'payadi va ombordagi talab ko'paysa sizlar olib keluvchilar va boshiga mayli olib keluvchilardan ishlab turasizlar, keyin o'zingizlar olib kelishni boshlaysizlar va kelajak yaxshi bo'ladi deb chizib ko'rsatib berdi. Xo'p, u odam haqida agar sir bo'lmasa bemalol aytasiz. Hozirgi paytda u odam o'zlari ko'tarilib ketdilar. Muhammad Ali Eshonqulov. Mashalloh. Muhammad Ali Eshonqulov o'zlari kelib shu tavsiyalarni berganlar. O'shani olganmiz. Ketma-ket deyarli har oyda bitta nima deydi, filial ochish boshlaganmiz. Lekin u yerda bitta nuqtani ham, nozik joyini ham shu 20 ochilgan, deyarli уже Ramazon oyiga yaqin 6 oy, 4 oy ichida o'ta tezlikda raqobatbardosh bo'lishligingiz uchun ertaga masalan kimdir bu narsani ko'rdida, yaxshi ketayotgan boshqanida kimdir katta investitsiya, sizlardan katta investitsiya olib kiradigan bo'lsa,
sizlardan o'tib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun bozorga qaraganda sizlar mashina ko'paytirib olsanglar, sizlar yutgan hisoblanasizlar. Böyle va Ramazongacha bir 6 tami 5 ta ochib bo'ldik. 6 oy ichida, nari beri 6 oy emas, 4 oy, nari beri 6 oy ichida har oyda deyarli bittadan filial ochdik. Zo'r. Endi o'sha bitta nozik nuqtasi bor, keyin orada ozgina to'xtadik. Nimaga desak, keyingilariga o'sha ichkarini tizimlashtirish va boshqalarga o'sha tizimlashtirish, o'sha hamma narsani iloji boricha raqamlashtirishga o'tganmiz. Keyingi maslahatlar deydi. Shunaqa bo'lgan. Endi boya gapni bo'lib qo'ydim menimcha. Shu sabab bo'lgani shu boshqalardan ham ochiladigan sabab bo'ldi. Bizga qulay yosh kattalar keladi bizga. Endi bu bizani auditoriya yosh kattaroqlar. Chaqchiqqan barcha yosh kattalar tanlab olishadi. Bizda ham shunaqa. Zo'r. Endi bitta narsa, mana bu bizda asosan bizni podkastimiz In Franchise deb nomlangan. Buni sababi ham franshiza yo'nalishiga ya'ni asosiy ma'lumotlar franshiza yo'nalishiga kirmoqchi bo'lganlar yo franshiza qilayotganlar yoki sotib olmoqchi bo'lganlar asosan kuzatiladi. Shuning uchun men gapni mohiyati nima bo'lyaptiki, mana shu paytgacha sizlar filial qilib o'zlaringiz investitsiya qilgansizlar, to'g'rimi? Endi taxminiy misol uchun sizlar hisob kitob bo'lsa kerak, bitta do'konga qancha pul ya'ni investitsiya qilish kerak. Ya'ni remonti bor, tovar oboroti bor, to'g'rimi? O'sha hamma ichida necha pul ketadi asbob? Endi ochuviga turish kerak bo'ladi. Yo'q, premium. Bu franchiza ham sotiladi-ku bari. Endi franchiza degani bilamiz, endi taxminiy qilib o'zimizga mos qilib franchiza moslaganingiz. Bitta do'konga mana ochyapsiz. Siz filial qilib ochyapsizmi? Yo franchiza investitsiya bitta do'konga investitsiya qancha ketadi? Masalan, logotip yopishtirasiz, butun franchiza to'lovlariga общий franchizasiz siz o'zim uchun ochadigan bo'lsa, filial qilib shuni so'rayapsiz. Masalan, bir adashmasam bir 25 ming tovar oborot ketadi, to'g'rimi? Chunki do'kon to'lish uchun. Shunaqa. Endi bizda qimmat narsalar, ya'ni chaqchuqlar qimmat, xurmoni qimmatlari bor. Ozgina bo'lsa ham olib yeyman deydigan toza narsalar ham bor-da, shuni yo'lga adashmasam assortiment ham ko'proq, 1,5 ming 2 ming so'm asosan. 2 mingdan oshiq qilamiz, harakat qilamiz shu. 3 mingga ham chiqadi, hozir pasaytirib, ya'ni saralarini tanlab yana ish 2 mingga yetkazib oshirib qo'yamiz. Necha pul ketadi bitta do'konga? Bitta do'konga endi mahsulot uchun 20 mingdan 25 minggacha ketadi. Demak 250-300 million so'mda bo'ladi, adashmasam. Shunaqa. Aha. Keyinchi remontlarichi? Endi remontlarga viloyatda arzonroq ketadi, shaharda sal qimmatroq ketadi. Endi kimni ishlatishiga qarab. Demak, remontga 5 mingdan 10 ming оформленияsiga 10 mingdan tepa ketadi. 10 mingdan 15 minggacha. Logotip bor, remont bor, mebellar. Оформленияsi degani shu mebellar bor. Холодильник, kassiy stol, shunaqa yana kompyuterlar bor bo'ladigan. Shularni olganda hammasini hisoblab chiqqanda shu 15 minggacha ketadi. Zo'r. Demak, bitta do'konga bir 30-35 ming dollar atrofida ketar ekan, to'g'rimi? Endi bu nima uchun men so'rayapmanki, demak, mana siz o'zingiz masalan sekin ko'payaman desangiz, qanchadir yiliga qanchadir yillar ketadi. Chunki hozir men mana sizlarni raqobatlaringiz kim, bu qanaqa deb savol berib o'tirmayman. Sababi bu asosan franchiza yo'nalishi bo'lganligi uchun men haqiqiy biznes ichiga qarayapmiz, hali marketingga o'tmadik. Endi demak, sizda hozir 30-35 ming dollar atrofida bo'ladigan bo'lsa, bunga agar sizlar bir katta, ya'ni misol uchun deylik 1 million dollar investitsiya qilamiz desalaringiz, shahar ko'plab joyga egallamoqchi bo'lsangiz, misol uchun deylik bir 100 ta 200 ta do'kon ochmoqchi bo'lsangiz, demak kattaroq mablag' ketadi, to'g'rimi? Agar o'zlaringiz sekin boyagi aytgandek foyda o'rtada o'zimiz dividend yechib turamizda, shu foydadan sekin qurib ketamiz desangiz, ko'p yillar kerak bo'ladi, to'g'rimi? Ungacha sizda raqobatchilaringiz kelib, ya'ni tezda o'sib ketish ehtimoli bor. Shu gapingizga qo'shilaman. O'sha aytilgandek har bitta biznesning o'z plani bor.
planimiz ham shu. Ya'ni o'sha boshida o'sha Rossiyani yoki tayyor programmalarni ishlatdik. Aynan do'konlarga moslashgan onlayn sistemalarni ishlatdik. Bo'lmadi. Ya'ni summalar o'ynab ketadi, boshqa bo'ladi. Keyin ozgina vaqt bu narsani qaysi biri eng afzali bu sistemada deb turib o'sha Adines sistema va Fronttool ishlatamiz. Va shuni qilib turib alohida bir sklad olib, sklad qilib, tizimlashtirib, shu narsaga qarab yuryapmiz va yurib keldik. Va o'sha gapingiz bo'lib qolmadi? Yo'q. Zo'r. Qarang, Nodirxon aka, mana bunaqa narsa. Haqiqatda agar siz u tizimni o'rnatmaganingizda, hozirgi kunda bir 13 tadan ko'proq do'konni yurita olmayotgan bo'lardingiz-da. Bunga shubha yo'q. Endi men so'rayotgan narsa nima ediki, nega shu paytgacha franchiza qilmagansizlar? Ya'ni yo ko'payishni nega bu yo'l tanlamagansiz degani, qarang, bu yerda ikkita narsa borda. Agar siz o'zingiz investitsiya qilaman desangiz ko'p yil kerak bo'ladi. Agar investor jalb qilaman desangiz sizni boshqara boshlaydi-da. Masalan, tasavvur qiling, sizga $1 million tikkan odam biznesingizga aralashadi. Ya'ni men o'ylaymanki, sizlar bu yerda biznes egasi o'zi ijodkor bo'ladi-da. Ijodkor odam erkin harakatlanishni xohlaydi. Ya'ni qiyinchiliklar bosadi, u bu xatolarni to'g'rilaydi, lekin investor uni kutmasligi mumkin. O'shanga savolim shu ediki, nega shu paytgacha franchizaga o'tmagansizlar? O'sha savolga asosiy javob oldin tizimlashtirishimiz kerak edi. Batamom shu narsaga o'zimiz tayyormizmi, yo'qmi degan narsa. Biz o'zimizni masalan vohli franchiza beradigan bo'lsak, ertaga o'zimiz qiynalib u gapimizga javob bera olmay qolsak, u narsa ham bo'lmaydi. Ya'ni biz shu aytayotgan narsam, ya'ni tizimlashtirdik va bu yog'iga masalan deylik bir odam masalan puli bor, qayerqadir pul tikmoqchi yoki nima deydi, bir odamni ishlik qilib qo'ymoqchi. Shu ishlik qilib qo'ymoqchi bo'lgan odamiga ham ko'zi yetadigan, u qiynalmaydigan holatni oladi. Ya'ni franchiza sotayotgan odamni o'rniga o'zimizni qo'yib ko'ryapmiz. Ya'ni bizni olamizmi, shu olgandan keyin nima bo'ladi? Ya'ni o'sha foydaga kiramizmi, nima bo'ladi, nima qo'yadi degan narsalarda qanchalik tizimlashgan, ertaga summalar o'ynab ketadimi yoki boshqa bo'lib ketadimi, u narsalarda holat bo'lsa, unaqa holat bo'lsa bo'lmaydi. Shuning uchun biz o'sha narsani, ya'ni mijozni deylik yoki bo'lajak hamkorimiz deylik. Bo'lajak hamkorimiz sotib olgan franchizer. O'shani o'rniga o'zimizni qo'yib ko'rib, shu narsaga tayyormizmi, yo'qmi degan narsa savollarga javoblarimizni olganmiz. Ya'ni shu narsaga tayyormiz hozirgi paytda va o'zimizni boyiga aytilganda o'sha biznes o'zini planida ham shu narsa bor. Ya'ni qancha ko'p do'kon ochilsa, hozirgi paytda mahalla degan kichkina do'konlar, ya'ni katta mo'llar ham borib yaqinlashib boryapti. To'ppa-to'p. Uyini oldigacha yaqinlashib boryapti. Ya'ni B2C klient yoniga boradi. Klient yoniga boryapti. Oldin masalan bozordan borib oldik. Birinchi mijoz masalan bozordan borib oldik, keyin falonchi bir dahadan oldik, keyin mahallasida ochildi. Bu narsa qulaylik beradi va oldindan olib qo'y, yomon bo'lib qoladigan mahsulot uni xolodilnikga qo'y degan narsalar bo'lmaydiki, borib mehmon kelishidan oldin shuni chiqib mahalladan olib kelinadigan holat bo'lishligi, bu nima beradi desak, shu jamiyatimizga foyda bo'ladi va jamiyatimizda qulaylik bo'ladi, o'ziga yarasha va raqobat borasida ham savol berib o'tirmayman dedingiz, ya'ni bu narsa muhim rol o'ynaydi. Keyin o'sha bosqichma-bosqich aytadigan bo'lsak, hozirgi paytda xudo xolisa o'sha tizimlashtirish bobida shu jarayonda mobil ilova ham qilganmiz. Shu mobil ilovani ishlash jarayonidamiz. Hozir yarmidan o'tib qoldi. Va masalan deylik o'sha 10 yil
15 yil orqaga qaraganimizda boshqa davlatlarga borganimizda hamma mijozlar deyarli o'tirib telefonidan zakaz qilib o'tiribdi. Ya'ni borib masalan o'sha hozir probkani ko'ryapsiz. Qani holatda masalan Toshkent ichi yoki hamma yoqda deyarli markazlarda, poytaxtlarda hamma yoqda ya'ni tirbandlik bo'lyapti. Ya'ni bir odam uydan chiqib borib o'sha mahsulotni olib kelishi bir tomonga qo'ysa, uni dastavka qilib bir tomonga qo'ysa qancha vaqt umrini tejaydi. Bu eng hozirgi paytda vaqt borasi endi ko'ryapsizlar, baraka ko'tarildi deyishyapti, boshqa deyishyapti. Shu narsada kelajakda ham shu agar bu narsani yo'lga qo'yadigan bo'lsak, masalan mijoz onlayn zakaz qildi, talab qildi. Bizaga o'sha mahallasini oldidagi franshiza olingan hamkorimizdan o'shani olib dastavkamiz olib bordi. Ya'ni bu nafaqat qulaylik beradi, borib shu narsaga o'zi reja qilganmiz. To'g'ri aytasiz Nodirxon aka. Mana misol uchun o'zi har bir narsaga vaqt ketadi. Masalan, nima uchun sizni biznesingizni sotib olish kerak? Chunki sizni tayyor tizimingiz bilan sotib oladi-da, qo'shimcha daromad qiladi bundan. To'g'ri. O'shaning uchun ham ya'ni men demoqchi bo'lganim shu yo'nalishga, shu fikrga keldilaringizki, bundan buyog'iga franshiza qilib kengayish niyatlaringiz bor, to'g'rimi? Tushunasiz. Zo'r. Endi aytgan narsam o'sha boyiga aytganingizdek, buni orqasida qancha mehnat bor, qancha tushish bor, qancha masalan ziyon ko'rganmiz o'ziga yarasha, qancha mehnat, umr ketgan. Haliga franshiza olayotgan odam tayyor sistema. Ani oldin zinani qurib, keyin zinaga bitta chiqib yurishdan ko'ra 3-zinadan boshlab ketadi. Bu o'sha investitsiya qilayotgan tomonga ham qulaylik beradiki, tayyor pribili bilan bo'lyapti. Shuncha orqada mehnat tizimlashgan, boshqa qilingan, tayyor mahsulot oladi. Zo'r. Men buni nima uchun aytyapman, Husan aka, Nodirxon aka? Men shuni tarafdorimanki, biz endi ko'proq chet elda franshiza yo'nalishida ko'ryapmanki, bizda milliy brendlar ham franshizaga aylansin, chiqsin. Chunki bundan buyog'iga 5,000 pulim bor, 50,000 pulim bor, 10,000 pulim bor, nima qilsam bo'ladi deganlar ko'payadi. Sababi har bir sohada o'zini, ya'ni konkurentlari ko'payib ketyapti. Mana misol uchun men o'zim xurmo yo'nalishida yoki bo'lmasa bir do'kon ochib o'zim qurib, mana siz qancha xatolardan o'tdingiz, unga kirgandan ko'ra tayyor biznesni sotib olib, masalan deylik, franshiza necha pul, 30 ming, 40 mingga sotib olib, oyiga 7 ming, 8 ming dollar sof foyda qilib yurganim bu ancha afzal. Chunki bundan buyog'iga shunaqalar ko'payadi. Men nima demoqchiman? O'sha kichkina bo'lsin, katta bo'lsin, o'zimizning milliy brendlar franshizaga aylanishligi. Bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda qanaqa? Mana misol uchun deylik, franshizadan foydalanish huquqini siz, ya'ni qancha ma'lum bir summaga sotasiz, tovar oborot uchun alohida bo'ladi. Ya'ni bular vinlar ustiga quriladi. Ya'ni vin degani qanaqa bo'ladi? O'zbekcha yutuqlar ustiga quriladi. Ya'ni deylik, misol uchun bu yerda kimlar bor? Biznes egasi bor, passiv daromad qilmoqchi bo'lgan bor va klient bor. Ya'ni klient mijoz deylik, B2C degan bo'lsa, customer klient, unga farqi yo'q. U siz filial ochyapsizmi, franshiza ochyapsiz. Masalan, KFC'ni o'ylamaydiki, Yunusobodda franshizasi deb, to'g'rimi? Bu yerda ya'ni siz klientni bu customerga nima win bo'ladi desangiz, bu klient uyini yoniga boradi. Filial qancha ko'p. Masalan, hozir 13 ta bo'ladigan bo'lsa, 113 ta bo'ladigan bo'lsa, demak ko'proq odamlar ko'radi. Endi passiv daromad qilmoqchi bo'lganga nima win bo'ladi desangiz, tayyor biznes, ya'ni siz marketing nima qilaman, logotip qanday qo'yaman, bu yuradimi, yo'qmi, xo'p xurmoni yoniga nima sotishim kerak degan narsa o'y bo'lmaydi. Ya'ni tovarni qayerdan olay, o'rizor arzonmi, firma arzonmi degan narsa bo'lmaydi. Ya'ni siz tayyor do'konni to'ldirib berasiz. Ya'ni men bitta sohada shug'ullanyapman. Bu boshqa o'zim ishimni davom ettiraveraman, ya'ni qo'shimcha daromad qilaman. Bu
franshiza sotib olganlar, franshizilar. Endi biznes egasiga nima foyda desangiz, mana sizlarga, ya'ni franchizerlarga siz mana bitta investor agar $1 million tikmoqchi bo'lsangiz, sizni biznesingizni boshqara boshlaydi. Ya'ni sizni boshqara boshlaydi. Ya'ni bu qanaqaga o'xshaydi? Meni endi qanchalik nima buni nimaga o'xshataman? Misol uchun IPO degan yo'nalish bor. Bu qanaqa desangiz, masalan men kompaniya quramanda $1 million qilamanda, $1 million $1 dan aksiyasini sotaman $1 million kishiga. Ya'ni $1 million kishi sizga nima qilmaydi, ya'ni boshqarmaydi. $1 tikkan odam siz yoningizga kelmaydi-da, boshqarmaydi-da. Siz o'zingiz boshqarganligingiz uchun bunda muvaffaqiyatga erishish kattaroq bo'ladi. Ya'ni tushunmagan odam aralashib ketavermaydi-da. Ya'ni siz o'zingiz boshqarib ularga, ya'ni sizga yutug'i ham bu yoqda bo'ladi deyman-da. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, yutuqlar ustiga qurilgan biznes bu xudo xolasa yuradigan biznes bo'ladi degan maqsadda buni aytgandim. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, franshiza yo'nalishiga o'tdilaringiz. Endi hozir qaysi jarayonda, ya'ni qaysi holatlarini ya'ni ham ko'proq tizimlashtirish kerak deb o'ylaysiz? Xo'p, eng asosiy narsa hozirgi paytda bizni kelgan joyimizda hozir ta'kidlab o'tib ketdim. Shu tizim borasida yetkazib berish xizmati, franchiziga, ya'ni o'zi umumiy masalan yetkazib berish xizmati va o'shalarni ham yana ham bir takomillashtirib olish. Deyarli o'zi kelib bo'lganmiz franshizaga. Bemalol masalan kim bizadan taklif bilan anaqa talab bilan chiqsa, bemalol takliflarimizni ayta olamiz. Demak, sizlar import adashmasam 5 ta mamlakatdan keladi. Qayerda? Asosan urg'u beradiganlarimiz, endi qo'shimcha boshqalardan ham keladi. Urg'u beradiganimiz birinchi o'rinda Saudiyadan keladi. Keyin Arab amirliklari, Eron, Malayziya, Turkiya. Endi shu kirgan odam shu davlatlar narsalari ishlab chiqarish o'ziga yarasha kuchli. Endi masalan Rossiya narsasi hamma do'konlarda bor-da. Bular qarasangiz masalan Xitoyga bor. Xitoyga ham o'ziga yarasha bor. Xitoyda ham bu narsalar bor kelib turadi bizga. Endi asosan urg'uni shu davlatlarga berganmizki, endi o'sha davlatlar masalan narsalariga qiziqishlar ko'pligi uchun. Demak, endi budul mana tasavvur qiling, mana franchiza olaman deb sizga keldi 10 ta, 5 ta, ya'ni 15 ta yiliga masalan do'konga ya'ni talab bo'lsa, demak tovarni yetkazib berishga tizimlab qo'ygansizlar. Bu sababi shu-da, tovarlarni yetkazishga yana alohida vaqt ajratamiz. O'zi franchiza berishi ham sababi keyin hozirgi zamon talabi ekanda, o'zingiz ham tushuntirib berdingiz. So'raganimda zamon talabi va franchizani tanlasa o'zi ochgandan ko'ra yutuqlari ko'p ekan. Qo'l bo'shaydi. Keyin o'sha yengillikda mahsulotlar ketidan faqat izlaniladi. Shuning sababdan franchizani hozir to'xtatib turish. Demak, ya'ni 10 ta franchiza do'konga ochilib ketsa ham import, ya'ni tovar yetkazib bera olasiz, to'g'rimi? Ha. Asos adashmasam hozir siz shug'ullanyapsiz. Ha. O'zi hozirgi paytda deylik ombor to'la franchiza bo'ladigan bo'lsa, deylik qaysidir mahsulotlarni o'zimiz olib kiramiz. Qaysidir mahsulotlarni ikkinchi qo'ldan olamiz. Bu narsa bekitadigan yoki boshqa distributordan ham o'sha olib kelgan odam dillerdan olamiz. Endi nima deyilsa, bizning maqsadimiz o'sha qo'ygan maqsadimiz nima desak, iloji boricha hammasini o'zimizni olib kirish. Shunga o'tiladi. Ya'ni hozir olib kelgan mahsulotlarimiz o'zi ko'p, deyarli o'sha do'konni yarmidan ko'pini egallab qo'yadi va qolgan mahsulotlarni ham iloji boricha urg'u berib va eng yaxshi narsa bu yerda nima desak, bizada milliyligimizni targ'ib qilish. Asosiy maqsad deylik, hozirgi paytda turizm yo'nalishi rivojlanyapti. Endi u yoqdan turizm oqimi kundan kunga, yildan yilga oshib boryapti. Oqim kelganda
bizada milliy mahsulot nima bor? Chaqiylar, chaqchuqlar va o'zimizda yetishtirilgan mahsulotlarni quritilganlarini ishqibozi ko'p chet eldan kelganlar. Endi bizada hammasi o'sha franshizalar ko'paysa, qaysi nuqtaga borsa, O'zbekistonda turist kelib turib, qaysi bir nuqtaga borsa, milliy brendni ko'ryapti va uni ichida milliy mahsulotlarni ham ko'ryapti. Milliy mahsulotlarni chiroyli qadoqda, chiroyli qilib qo'yib qo'yadigan bo'lsak, u turist oqimini ham ko'paytiradi. Endi turizm yo'nalishi bo'lganligi uchun ham bu narsalar endi psixologik o'ylab chiqib, boshqa qilib, yondashib, bu narsa, ya'ni bu narsaga tayyormiz. Xudo xolasa 10 tami, 15 tami ko'paytirish maqsadi. Anaqani oldida ochish ham yaxshi narsa ekan. Gastisalar, yaxshi gastisalar bo'lsa, ular ham kelib, xursand bo'lib, yonida ekan deb, hozir 2 ta 3 ta do'kon gastisani yonida-da, kelib xursand bo'lishadi turistlar ham. Yurmas ekanmiz deb, endi eshitamiz, ko'ramiz, aytib berishadi. O'zi Qozog'istondan ham keladiganlar ko'p, ular ham o'rgangancha. Deylik, shu SNG davlatlardan ham masalan mo'ljalimiz bor, franshiza. Shuni aytaman-da, masalan, deylik, agar men taxminda, misol uchun siz hamma sohani franshizaga aylantirish mumkin, to'g'rimi? Masalan, deylik, meni $5000 pulim bor. Qanaqa franshiza sotib olsam bo'ladi degan savollar ko'payadi. 50,000 pulim bor. Nima franshiza sotib olsam bo'ladi? Chunki puliga qarab, xuddi biznesda narxi bor-ku, biznes masalan, kiyimda yo mashinani puliga qarab sotib olganda, bundan buyog'iga biznesda ham sotib oladi, to'g'rimi? Endi buni aytmoqchi bo'lganim, tasavvur qiling, bitta gummani ixtiro qildim. Zo'r gumma chiqdi-da, o'shani bitta aravacha qildimda, gummani franshiza qilib sotyapman. Buni misol uchun deylik, O'rta Osiyoga yoki bir boshqa mamlakatga yoki Amerikaga sota olmasligimiz mumkin. Ya'ni mentalitet deydimi? Qanaqa? Mana bu nima deydi? Urfi to'g'ri kelmasligi mumkin. To'g'rimi? Lekin sizlar tanlagan yo'nalish, sog'lom turmush tarzi bu Yevropada ham, O'rta Osiyoda ham, umuman olganda butun dunyoga kerakli bo'lgan mahsulotlarni sizlar upakovka qilgansizlar-da. Shuni hisobiga aytamanki, ya'ni to'g'ri aytyapsiz, nafaqat O'rta Osiyo, ya'ni sizlar chet elga franshizaga chiqishga harakat bo'lyapti. Harakat bor. O'zi aslini olganda, mana akamlar o'zlari ham eslasalar kerak, hozir eslatsam. Boshida o'sha ochilganda qani menimcha pul, necha pul franshiza biz olamiz deganlar bo'ldi. Kelingan, nimaga mas'uliyat jihatidan biz rozi bo'lmaganmiz. Ko'pini qaytarilgan. Nimaga oldin tizimlashimiz kerak, oldin yana ham o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak. Pul bilan kelishgan, qancha pul bilan kelishgan, rad qilganmiz-da. Nimaga desak, shu boyga narsa. Tayyor emas. Upakovka masala. O'sha komplekt tayyor emas. Buni bir sanaganman, shuni o'tirib, o'sha chorsida do'kon bo'lardi, joy odam ko'p. Kuniga 2-3 ta keladi. Qo'lida puli bor, biznesni ko'ryapti. Sanaganida bir 40 tacha odam taklif qilgan. Viloyatlardan ko'p keladi. Keyin 4 dan 5 ta Qozog'istondan kelgan. Endi hozir bizda sharoit boshqacha, biz tizimlashtirib o'zimizni to'liq yo'lga qo'yib olsak deb tushuntirilgan. Shu holatga endi kelmayapti. Demak, mana Xudo xolasa endi franshizaga tayyor bo'lishimiz. Keyin yana bitta narsani aytib ketdingiz, deylik, o'sha butun dunyoda ham o'sha bitta mahsulot bor. Bu narsani ko'p o'zimda ham sinaganman. Hattoki o'sha Coviddan keyin Xitoy ham bu narsani tushunib qoldi. Saudiya Arabistonidan Xitoy mamlakati deyarli shu paytgacha xurmo yemagan, import qilmagan o'zi aslida. Lekin nima? Coviddan keyin deyarli bir navvi Saudiyadagi bir navvi o'zini faqat xarid qilishni boshladi. Keyin ikkinchi naviga bu yildan o'tdi. Endi qarang, u nav deganda yo'q, mabrum degan navini bular mana Xitoylar ham o'ziga yarasha-ku, endi qaysi mahsulot bizda foydali bo'ladi, boshqa bo'ladi. Covid paytida ximikatlarni olib, dorilarni olib
deyarli qirilib ketdi Xitoy xalqi, ko'pi. Keyin nima bo'ldi desak, men Xitoyga borganimda o'sha yerda bitta odam aytayaptiki, aka deydi, ha, sog'lom turmush tarzi, ya'ni sog'lom mahsulotni yeb yurish uni davolashdan ko'ra arzon bu yerda. Ya'ni shu narsada sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchilar Coviddan keyin ko'payib ketdi. Endi buni laboratoriyada tekshirib, qaysi navda fruktoza ko'p, glyukoza kam degan mahsulotni xurmolarni ichidan tanlab olib, ya'ni mabrum navini tanlab olib, unda fruktozasi ko'p, glyukozasi kam. Ya'ni sahri bor odamlar ham yesa bo'ladi degan. O'sha narsani tanlab olib va o'shani iste'mol qilishi odat tusiga kirdi. Masalan, Xitoylik. Ya'ni 3 ta kuniga masalan yegin deydi. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilayotgan odamlar. Uni 3 tadan olib yegani unga arzon tushadi. Ertaga kasal bo'lib davolanishga yotishidan ko'ra. Endi shu narsada keyin bu endi umuman o'zi orqaga qaytadigan bo'lsak, o'zi xurmoni tarixiga, xurmo o'zi manbalarda qatlarda kelgan degan narsada qaraydigan bo'lsak, aynan shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hayotlaridan ko'rsak bo'ladi. O'sha yerda 2 narsadan boshqa narsa bo'lmasdi. Hattoki 2 oylab biz qozon osmasdik deb aytiladi. Ya'ni erta aytilayotgan narsa 2 narsadan murod nima desak, birisi suv, birisi xurmo. Ya'ni 2 oylab suv va xurmo bilan hayot kechirardik deb aytilyapti. Endi men o'zim shu narsani o'qigandan keyin, ko'rgan, eshitganimizdan keyin kelinglar dedim. Shu narsani o'zimizda ham his qilib ko'raylik dedim. O'zimda his qilib ko'rdim bu narsani. Orada bir marafon ham qildik. Bizdan kuzatib boruvchilar, bizlarni o'sha ajmani kuzatib boruvchilar ham bilishadi. Marafon qildik. Ya'ni marafonda och, ya'ni hozirgi paytda qanaqa qilib ozdirish mumkin odamlarni, u bu o'ziga yarasha ko'payib ketdi-ku. Eng yaxshisi mana o'zingizlar ham sinab ko'rsanglar bo'ladi. Xurmo va suvni o'zini iste'mol qilib yuriladi. 3 kun boshida qiyin bo'ladi. 4-kundan bitta xurmoni yesangiz, bir nima deydi, qozon kobni bir katta go'shtni olib yegandek bo'lasiz-da. Ya'ni jismingiz tozalanadi. O'ziga yarasha quvvatga kirasiz. Immunitet eng asosiysi oshib ketadi. Immunitet bobida aytadigan bo'lsak, qachonki biz qornimizni ora-orada bo'sh qoldirmas ekanmiz, immunitetimiz tushib boradi. Qachonki orada tanamizni ham ozgina qiynab turadigan bo'lsak, nima immunitetimiz oshar ekan. O'sha narsalarni bildimda-ki, o'zimni his qilib ko'rdim bu narsani. His qilganda shu narsani bildimki, o'sha aytolmadi qozon kob yeganda bo'ladi. O'zida ham mana his qilib ko'rsangiz bo'ladi shu narsani. Hech narsa mana Ramazon oyida ham iftorliklarda biqin qilib yeb olamiz-da biz. Lekin vaholanki o'shani mana Ramazon yaqinlashyapti, arzimagan o'sha ko'rinadi, lekin uni kuchi, uni tarkibi, uni ichidagi 23 ta aminokislota borligi, keyin bitta joyda o'qib qoldim, hayot uchun kerakli bo'ladigan mahsulotlarni hammasi bor ekan. Zo'r. Ya'ni keyin o'sha Afrika davlatida bir post ham qo'yganman Facebookda. Afrika, mana shu marafonni qilayotgan holatimizda chiqib qoldi bitta narsa. U manbani ham keyin o'sha joyladi. U manba shuki, Afrika davlatida shunaqa joy bor ekan. Faqat o'tda xurmo o'sadi va aholi faqat xurmo yeydi. Afrika. Ha, hattoki danagini tishlab chaynab yeb olishar ekan. Endi ularda eng uzoq umr ko'rish statistikasiga kirgan ekan, даже Guinnessga kirgan ekan shunaqa holatda. Men bir manbasi bo'lsa, mana shu podkastga ham linkini qo'yaman o'sha narsani. O'sha kuniga 2-3 ta xurmo yeyishadi. Ozg'inlik bo'yicha chempion ekan. Semirish yo'q. Hozirgi paytda hamma ozomay yuribdi. Lekin shu narsalarda, ya'ni bu mahsulotga o'zi mehrimiz boshqacha-da. O'zi ozg'in emas, bu to'g'ri figura desangiz to'g'ri. O'zi
kim masalan qariyalarimizni ham ko'rsak, og'ir ves bilan qarigan odam yumshoq qariydi. Arzimagan joyda bundoq qoqilib tushsa ham et bet sinib ketib qoladi. Bu narsa yaxshilikka olib kelmaydi. Qachonki kim o'sha ortiqcha vaznsiz qariydigan bo'lsa va muskullari zo'r bo'lib yopishib suyagiga yopishib turadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Baquvvat bo'ladi. Ya'ni qariganda ham qiynalmaydi yani. Shu narsa bor. Ya'ni o'sha ozgina sog'lom turmush ta'siri haqida ham gapirib o'tib ketdik-da. Haqiqatan ham mana misol uchun siz aytayotgan gapni endi misol hamma ko'pchilik har xil tushunishi mumkin, lekin bu narsaga tarix guvoh. Haqiqatan ham bu narsa ming yillardan beri misol uchun bu narsa tasdiqlanib kelyapti. Haqiqatan men o'zim ham eshitdim. Shunaqa mevalar bor ekanda. Faqat misol olma deylik. Faqat olma yeyversa bir kun odam nobud bo'lar ekanda. Yokida faqat uzum yeyversa, lekin bitta meva borki, agar uni yil 12 oy umr davomida yeyversa ham, u immuniy ovqat yo'nalishida yoki masalan bir shu yo'nalishda nobud bo'lmaydi degan, bu ham bo'lsa xurmo eshitgan. Ya'ni siz aytganingizdek, inson organizmiga kerakli bo'lgan hamma moddalar endi mana shu birgina xurmoni o'zida bor. Buni yana ham qisqaroq aytadigan bo'lsak, hayot eliksiri bor bo'lgan mahsulot bu xurmo hisoblanadi. Ya'ni o'sha aytganingizdek, hozir u siz aytayotganingizdek butun umr davomida faqat xurmo yeydigan mintaqalar, ya'ni o'sha xalqlar bor ekan. Bu narsani yozib chiqishyapti, bir eshitgan quloqqa bir notabiiydek yoki bir ishonqiramagandek bo'lishadi, lekin bizada o'sha marafonda hammasiga rioya qilib marafon qilganda bir 40 tacha odam qatnashdi, ayollarda va erkaklarda. Kimdir 40 kunning ichida masalan yoki 20 kunning ichida 3 kilo xurmo yegan. Bo'ldi. Kimdir vesi katta bo'lib bo'ladi. Ekonomika jihatidan ham o'shalar aytishdiki, masalan kirasiz, bir taomgohga kirsangiz, hamma taomgohdagilar yomon ko'rib qolishmasin. Ya'ni kirsangiz hamma yoq to'la. Lekin unga to'laydigan pulingizni bitta qarasangiz, palon. Faqat yo'q, bu ekonomika jihatidan ham ancha yaxshi bo'lgani, mayli taomdan ham ko'ra ozmoqchi bo'lganlar masalan pripravalar, ya'ni qanaqa nimadir giyohni sotib oladi. Undan ko'ra ham bu yaxshiroq ekan deyman. Hattoki o'sha ozmoqchi bo'lgan nima kofilarni ichib boshqa bo'lib nobud bo'lib qolganlar bo'ldi orada. Masalan tabiiy mahsulot turibdi. O'shani olib, masalan sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Bir o'zingizlarda sinab ko'ring. Reklama emas, endi xurmo sotish. Yo'q, reklama emas. Bizani ukamiz bir oylab xurmo yig'ardi, masalan 1-2 kiloni bizdan jiyanlar. O'sha yerda vaqtim bo'lmadi ovqat yeyishga deyapti-da, bir 10-15 kun xurmo bilan suv ichib yurdim dedi. Shunda hamma yog'im toza bilan toshmalarim ham bor edi. Shunaqangi yengil his qilib oshqozon top-toza yengil. Asa maqtavdi o'shanda. Zo'r. Haqiqatan nimada ham o'sha umrada oxirgi 10 kunlik, ya'ni ro'za paytiga, umraga ro'za paytiga to'g'ri kelib qoldik-da. Endi ishonasizmi, nima aytganingizdek, endi misol uchun nima deydi, shomdan oldin ichkari kirish kerak edi, keyin bomdoddan keyin chiqish kerak. Bo'lmasa ichkari kira olmaysiz. O'sha paytda kiray desam, kirayotganimda ham chiqayotganimda ham og'iz yopiq bo'ladi-da. Ya'ni ko'chadan birorta ovqat yeyish imkoni yo'q. O'shanda yeyman desangiz ham iloji yo'q, faqat u yerda xurmo bilan zamzam suvi bor. Ishonasizmi, mana shu 10 kun ichida endi shunaqangi tiniq bo'lib tozalanib keldikki, saharlikka ham xurmo yeymiz, zamzam ichamiz, iftorlikka ham xurmo yeymiz, zamzam ichamiz. U bu narsa yey desangiz ham ichkarida bo'lgandan keyin shunaqa. Men o'zim nima deydi, shunaqa holat bo'ldiki, haqiqatan men o'zimni badanimda his qilib ko'rdim shu narsani. Haqiqatan ham bu foydali mahsulot. O'sha oshqozon to'liq bo'lmasa, oshqozonga o'sha qo'pol qilib aytganda bo'kib ovqatlanib olamizda, keyin yotib uxlaymiz. Uyqu miya uxlamaydi. Ertalab lanj bo'lib turamiz, boshqa bo'ladi. Shu narsalardan ham qutulib qoladi odam. Shu narsa.
ya'ni bu yerda nima desak bo'ladi, aynan shu Ramazon oyida ham Ramazonni esladik. Ramazon oyida ham shu saharlik va iftorliklarda ham aynan shu tabiiy mahsulotni bir tabib akamiz aytayotdilar, man deyaptilar. Och qolsam faqat bir mahsulot bilan ovqatlanaman. Masalan, xurmoni o'zini yeyman yoki o'sha go'shtmi go'sht. Go'shtmi go'sht. Mol go'shti. Aralashtirib, hamma ovqatni yeb bo'lib desert topga deb turib desert yeyiladi-yu bizda. Shunaqa narsalardan faqat och qolganimda yeyman deyaptilar va oz yeyman deyaptilar. Endi haligilarni qo'pol qilib aytganda taxtaga bunday desangiz taq qiladi. Badanlari ham shunaqa, ortiqcha ves yo'q, boshqa yo'q. Shunaqa holatda. Havas qildim haligilarga, lekin unga katta iroda kerak, matonat kerak. Unaqa holatda bo'lish uchun o'ziga yarasha nima? Nafs tiyish kerak. Lekin bu narsa boyaga aytgandek Xitoyliklar shunga o'tdi. Nega desa, boyaga aptekaga yugur, operatsiya bo'l, ko'richak bo'lib qopti, yo boshqa bo'lib qopti, u bo'pti, bu bo'pti, jigari ketib qopti degan narsalardan ko'ra bu ancha arzonga tushadi. Arzonga tushib, ya'ni finansiy tomondan tushuntiryapmizki, o'zi sog'liqqa umuman bir hech qanday bir pulga bir o'lchab bo'lmaydi. Million dollari bor odamni sog'lig'ini tiklab yurganlar ko'p. Bu asosan sog'lom turmush tarzida kerakli tabiiy mahsulotlarni yeb yurishlik faqat va faqat foydaga ishlaydi. Qoni foyda. Cho'nchakka ham, jismga ham va eng asosiysi men kuzatgan narsam ma'naviy jihatdan maza qilib odam. Eslamagan narsalaringizni eslaysiz. Miyangiz zo'r ishlaydi, sokin ishlaydi, maza qilasiz. Zamzam masalan yo'lga qo'yilgan kichkinalari. Masalan, zamzam bilan xurmo yeyman degan niyatda bo'lsa, masalan, bizda yo'lga qo'yib qo'yilgan faqat 5 litrlik emas u. 250, 50, 60 masalan 150 lar bor. Shuni ham masalan qulay bo'lish uchun qilingan. Xurmo bilan shuni olib ichib yuraman deb agar niyat qolishsa shu gaplardan keyin ko'rdim skladda bosilgan ekan. Ya uni o'zlaringiz shu imенно shu 5 litrlikdan quyganmisizlar yo o'sha kichkina shunaqa xuddi 5 litrdan bu yerda quyilgan, to'g'rimi? U yoqdan keladigani ham bor. Kichkina u yoqdan keladigani ham bor. Bu yerda quyilganlari ham bor. O'zi yaqinda o'zimiz ham tashkil qilib shuni yo'lga qo'ydik. O'sha Ajba brend anaqasi firmasi ostida. Demak, bular haqida gaplashdik. Haqiqatan ham ya'ni to'g'ri, ya'ni nima deydi? Yaxshi yo'nalishni tanlagansizlar deb o'ylayman. Endi shu paytgacha qilgan kichik, ya'ni katta bo'lmash xatoni qildim, qayta qilmayman deb, ya'ni shu paytgacha tajriba o'laroq qilingan xatolar bo'yicha ham ozroq gaplashsak yaxshi bo'ladi. Endi hamma ishda xatolar bo'ladi. Mayda-mayda, yirik xatolar bo'ladi. Imkon qadar yechib endi hozir ham bor, kamchiliklarni bartaraf qilishimiz kerak ozgina bo'lsa ham. Imonni masalan qaysi xato bo'ldiki, chunki bu yerda suhbatdan maqsad kimdir nimadir, ya'ni manfaat olsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi-da. Kadrlar masalasida yaxshilab o'qitish kerakligini keyinroq bo'lsa ham tushundi. Orada shu xatolar bo'ldi. Chunki ko'paygan sayin xuddi shunaqa bizda ba'zi shoshish bo'ladi, tezroq ochinglar talab bo'lib turibdi, ro'zaga yaqin, Ramazonga yaqin bo'lib qolardi. Masalan, bittasi shu kadrlar bo'yicha. Endi shunga nima yechim qildilaringiz? Ya'ni trening, dars tashkil qildilaringizmi? Juda ko'p tashkil qilganmiz. Endi hozir to'g'ri keladiganini qoldirib, to'g'ri kelmaydigan baribir o'zi bilinadi. Ilm masalan tekinga beriladi bizda masalan, keyin masalan hozirgi kunda har oy majlis qilamiz, oy yakuni qilib, hammani yig'ib, hamma jiyanlar boshchiligida hammasini o'rganib chiqiladi, kamchiliklarni. O'sha kamchiliklar o'sha yerda hal bo'ladi. O'zimiz o'tirib alohida majlis qilamiz ko'pincha. Keyin oy oxirida masalan har oy keyingi oy boshlanishi birinchidan yoki kuniga qarab yakshanbaga to'g'rilaymiz. Xullas, yakshanba ertalablar do'konga odamlar kam kelishi bor-da, shu sababini tanlaganmiz.
kamchiliklar o'sha yerda ko'rinadi, o'sha yerda etiladi, to'g'ri keladiganlarni to'g'rilaydi, to'g'rilolmaydigan kadrlar bo'ladi, o'qitiladi. Shunaqa kamchilik kadrlarda bor. Adashmasam shu qanaqadir yillik bonuslar ham qilgansiz. Xuddi shunaqa. Mana oylik bo'ladi, bizda keyin yillik bo'ladi. Oldinroq biz har 6 oylik qilardik. Endi hozir o'sha kattaroq qismini olib, oyligini savdasiga qarab ham har oyda savdasiga plan qo'yilgan. Shu rejadan oshsa, plandan oshsa, o'ziga foizi bor, foizda pul to'lab beradi. Zo'r, chunki xalqaro franchizalarda ham ko'rganman. Asosiy kadrlarni, ya'ni xuddi sizlar hozir qilayotgandek bonuslar bilan belgilar ekan, qanaqa? Misol uchun deylik, oyiga deylik 10 milliondan yoki 15 milliondan belgilab, yillik hisoblaydi-da. O'shani deydi, mana deydi 15 million so'mdan oyiga sizlar bilan kelishdik deydi. Lekin har oy 9 milliondan berib boraman deydi. Oxirgida bir yilda dekabrda o'sha qolgan summani 90 million, 80 million qoladimi? Shu 80 million bilan boya 9 million berib 89 million so'm beraman deydi-da. Ya'ni bir yil davomida u bilan kuchli ishlashga nima bo'lar ekan, ya'ni bonuslarni o'sha yilda oxirida berar ekan. Biz Ramazondan keyin beramiz. Bizning endi asosiy sezonimiz Ramazon bo'ladi. Ramazondan keyin ko'taramiz, kim qanaqa ishlarda bu yerda hamma yoqda kamera, hamma yoqda o'sha hisob kitob, o'sha oylik hisobini aytamiz, qancha savdo qilganligini. Keyin o'sha o'zi har bir do'konning o'zining rahbari bor, uning gruppalari bor. Har bir do'konning rahbari o'zi boshqarib savdosini ko'tarishga harakat qiladi. Endi bular ham sekin-sekin bo'lgan ishlar. Shu. Rahmat. Sizlar Nodirxon aka, Xo'p, uxlamasdan ertalabgacha Facebookda tovar tarqatganlaringiz-chi aka? Yo'q, endi qanaqa xato? O'sha eng avvalo yaxshi tomonini aytadigan bo'lsak, umidni uzish kerak emas. Qiyinchilik paytli bo'ladi, hammada ham bo'ladi, lekin orqaga yuraverib yoki boshqa qilib bir ishda Alloh taolo bir rizq beryaptimi, oxirgacha sabablarni ushlash kerak. Agar shunda ham u rizq to'xtab qolsa, keyin u boshqa ish qilish kerak deb bilaman. Ya'ni oxirgacha sabablarni ko'pchilik ushlamay qo'yadi. Va shu narsada bu jarayondan ko'rildiki, ozgina qiyinchilik kelganda ko'pchilik bo'lib va yaqinlar bo'lganini hisobi ham yaxshilikka ekanda. Ozgina ish og'ir kelgan paytda bir-birimizga dalda bo'lamiz. Mana qilaylik, buna qilaylik deb turib bir-birimizga orqaga ketmaylik, davay mana bunaqa yo'lni qilib ko'raylik, endi bu yog'iga yaxshi bo'lib ketadi deb xolos. Degan narsada bu ya'ni iroda masalasi. Boyaga aytganingizdek o'sha yengillik qilib ko'rishga ishqibozmiz. Keyin voz kecha olish kerakligini bildim. Vaqtida masalan o'sha kadr masalasini aytdilar. Kadr masalalarida yana bitta imkon beraylik. Endi ko'ngil bo'shlik qilasiz, uni oilasini o'ylaysiz. U ishdan ketsa nima bo'ladi deb o'ylaysiz. Lekin ko'ngil bo'shlik qilmasdan vaqtida masalan xato qildimi, ogohlantirish berdingiz, 1 berdingiz, 2 berdingiz, keyin yana bu o'nglanib qoladi degan narsaga to'xtash kerak emas ekan. Demak, joyida qaror qabul qilishni ham bilish kerak. Ha. O'sha xatolar shu joydan keldi bizga. Bir xillada masalan deylik qo'l egri bo'lib chiqib kelib qoladi. Kadr masalalarida yoki boshqa yoki bir odam keladi, men eng zo'r ish egasiman deb keladi. Vaholanki u ish egasi amalda o'sha narsani to'laqonli qilib bermasligi. Ish egalarini ham jalb qilayotganda ham oldin ishini ko'rsatib berishiga, boshqa qilishiga ma'lum bir vaqt qo'yib, bir o'ta zo'r kelishib olishi kerakligini his qildim. Shu xatolardan bilaman. Zo'r. Endi bitta savol bersak, og'a. O'zimizda O'zbekistonda milliy brendlardan, ya'ni brendi bor, brendlardan
franshizaga aylanishmoqchi bo'lganlarga qanaqa tavsiyalar? Brendni bizani o'zi aytilishiga o'zim ikkilanib qolaman. Yo'q, Brend yo'q. deyish kerak emas. Yo'q, o'zi brend deyiladi. Brend degan ism degani. Nom, ajva degan. Men endi oldin fikrlardim, endi ko'pincha tanilsa keyin Yo'q, qanchadir darajada keyin brend brendga sizga aylanadi. bilinmaydi, ajva tanilgan ancha. Qaysidir darajaga yetmagan deb o'ylayman. Yo'q. Rostdan, просто ba'zi bir narsalarda Brend insonda blok kimdir bo'ladi. g'ash kelib qoladimi deb o'ylab qolasanda. o'sha kechagina bitta xullas tekshiruvdan kelgan bir налогida ishlaydigan Sizni klientingiz bo'lib chiqdimi? mijozam davomiy do'konimizga kirib mahsulotlarni xarid qilib O'sha gaychi. Gay to'xtatib, ajvani muxlisi ekan, ko'ryapsiz? Yo'q, unaqa qo'rqinchli savol emas bu. Bu xolis Alloh uchun tavsiyada bu. Demak, xudo xolasa endi bitta narsa mana O'zbekistonda o'zini brend bo'lgan, ya'ni O'zbekistonda milliy brend bo'lgan, ya'ni tanilib, o'sha insonlar tomonidan ishonch bildirilib, o'zlari bir nechta filiallar bilan shu joygacha yetib kelgan brend egalariga qanaqa tavsiyalaringiz borki, franshizaga o'tishligiga? Franshizani foydali tomonlari biznes uchun o'zi u franshizaga berib ishlab ko'rgandan keyin biladi. Ya'ni ya'ni ortiqcha harakat, ortiqcha resurslarda ozgina bo'lsa ham xoli bo'ladi. Bu eng asosiysi. Keyin o'zi o'sha franshiza sotib olgan odam ham xuddiki o'zi mehnat qiladi va o'shani yurg'izishga harakat qiladi. Chunki u franshiza o'zi nimaga sotiladi desak, men shu narsa deb bilaman. Ozgina o'zidan ham pul bersin, ozgina jigaridan ozgina beradi. Keyin u harakat qiladi. Ya'ni sizga u ya'ni xodim bo'lmaydi, sizga partnyor bo'ladi. Partnyor bo'ladi, lekin biz orada nimaga aytyapman bu narsani? Biz o'sha filial qilayotganimizda mana shu filial sanga mana shu yurg'iz. Ya'ni kimgadir berdingiz, boshqarishga berdik, boshqa qildik. U yonidan ketmadi pul. Yonidan ketmadi. Yonidan ketmagan hisobiga u do'konni yurg'izolmadi. Ham foydasi ham yo'q. Foyda, ya'ni do'kon ortga ketishni boshladi. To'xta dedikda, keyin o'zimizdan odamni qo'ydik, boshqa qildik. Vaholanki bu yerda shu narsada asosiy narsalardan, ya'ni aytmoqchi bo'lganim biznesmen tomonidan qarab aytyapmanki, nimaga men shuncha mehnatimni unga ishonib topshirib qo'yishim kerak? Ertaga u bitta parod qilsa, menga udar keladi-ku degan narsadan qo'rqish kerak emas. Eng asosiy narsalarda nimaga desa, u ham ya'ni o'sha bo'lajak hamkor ham pul tikyapti bu narsaga. Yonidan pul ketyapti. U ham ertaga bu ish to'xtasa yoki boshqa bo'lsa, qanchadir summaga kuyishi bor. U narsadan kelib chiqib turib, masalan, u ham harakatini qiladi. Bu narsadan qo'rqish kerak emas va o'sha qancha tarmoqlar ko'paygan sari bu yoqdan ombor boyib boradi, ombor osonlashib boradi. O'zi olib kelib, o'zi import qilib, kerak bo'lsa bu import qilish bir daraja. Lekin ozgina nimadir mahsulot olib kelib, shu o'zida yana ishchi kuchi yaratib, yana o'sha narsani o'zi ishlab chiqarishga ham o'tish kerak. Qadoqlash, ya'ni o'zini mahsulotlariga ham o'tish kerak. Bu keyingi darajasi ham bor. Demak, mana misol uchun, ya'ni filiallar ko'payib ketavergandan keyin o'z egalariga borib, haligi muvaffaqiyatli boshqaruv bo'lavergandan keyin biznes egasini vaqti bo'ladiki, u kompaniyani rivojlantirishga, yanada misol STM qilib o'zingizni brendingiz bilan kiritishga, ya'ni tovarlarni qo'yishlikka, ya'ni o'ylashga vaqt bo'ladi. Xuddi shunaqa, masalan, o'zimizni brend ostida biz ham mahsulot ishlab chiqarishni boshlaganmiz. Zo'r. Ya'ni bu narsa ham muhim. Nimaga desak, eng asosiysi hozir og'riqli nuqta o'sha jamiyatimizda ham ishsizlik.
Bizani eng katta qadriyatlarimizdan o'sha qo'ygan maqsadlarimizdan biri bizani qo'limizda minlagan odamni ishlasin. O'sha ishchi sonini qancha ko'paytirsak, ertaga bizda shuncha baraka bo'ladi deymiz. Shuncha ishimiz oldinga yuradi deymiz. Ular rizqi bilan keladi. Ular rizqi bilan keladi. Shu narsa, ya'ni qancha ish o'rnini yaratsak, shuncha yaxshi. Hozir endi 100 ga yaqin masalan ishchi o'rni bo'lsa bizda yana ham buni ko'paytirish. Deylik mana masalan franshizani boshlasak, deylik u odam franshiza olgan odam biza masalan o'zimiz mutaxassisimizni qo'yamiz. Undan tashqari yana 2-3 ta odam kerak bo'ladi. Har bitta joydan yana kerak bo'lib borib, ya'ni ish bilan ta'minlanadi. Tadbirkorlik ko'payadi. Bu narsa faqat va faqat plyusga ishlaydi deb bilamiz. Biznesmen uchun ham, franshiza olmoqchi bo'lgan odam uchun. Rahmat. Husan aka, sizni fikringizni eshitsak qisqaroq. Nima sohasi franshiza bo'yicha? Ya'ni misol uchun aytganimizdek, boya aytganimda zamon talabi, nima deydi, zamonning o'zini bergan varianti desa bo'ladi, ne'mat desa, imkoniyati desa bo'ladi. Solishtiriladi hamma narsa. O'zimizda filial ochsak qanaqa bo'ladi, qanaqa jarayon ketadi, qanaqa harakat bo'ladi. Franshizada qanaqa harakat bo'ladi. Hammasini solishtirilganda ancha qulay, qo'llar o'sha aytgandek bo'shalishi, keyin o'sha eksportga ham harakat kuchayadi. O'zi eksportimiz ham bo'lib turibdi-yu, masalan, alohida yana urg'u berib, u yoqqa olib borib yana narsalar olib kelsa, xalqqa yana arzonroq olib kelsa, xursand bo'lamiz. Biznesda bari ko'proq sotasiz, shunisini ham o'ylaysiz. Shu keyin aytgandek, ishlab chiqarishlarni rivojlantirish, quruq meva va boshqa nima mahsulotimiz to'g'ri keladi, o'shalarni qadoqlash mo'ljalimiz bor. Shularga vaqt yetib bemalol harakat qilsa bo'ladi. Shu sababdan tanlagan edik shuni. O'zi bu model endi bu yil bu model, ya'ni biznes franshiza modeli kirib kelganiga ko'p bo'lmaganligi uchun ham mana misol uchun deylik, birinchi nima bo'lardi? O'zi upakovka qilib, o'zi misol uchun tekstil sohasida o'zi upakovka, o'zi tikib, o'zi sotib ketilardi-da. Keyin distributor sohasi kirib keldi. Ya'ni men faqat ishlab chiqaraman dedi. Men faqat sotaman dedi, sizlarga dedi yetkazib beraman. Xuddi shunaqa bu franshiza modeli ham shu qachondir baribir avjiga chiqib nima bo'ladi? O'shanda birinchilardan bu kirib, ya'ni o'zining sohasida qanchalik tez franshizaga aylansa, shunchalik yaxshi bo'ladi degan. Shunday gapingizga qo'shimcha qilib bitta narsa esimga tushib qoldi. Shunaqa holat edi. Masalan, 2010-yilda men ko'rgan, o'zim tadbirkorlik qilgan narsam qanaqa edi? Masalan, ertalab 4 yoki 5 ta turlardi. Ertalab 5 ta turib, Urizorga borardim. Urizorga borib, ikkita arava molni anaqa qilib, uni terib chiqib, uni har birini olib, har birini olib ikkita aravada olib chiqib solardik mashinaga. O'zimiz mashina haydab kelardik. Do'konga kirardik. Do'konda o'zimiz haligi mahsulotni joylaymiz. Joylashga qancha vaqt ketadi, boshqa ketadi. Kun davomida savdo qilardim. Va ertangi kun uchun yana nima? Ro'yxat tuzardim. Va do'konni 11 gacha ishlardi. Do'kon masalan 11 da yopsak, to u spiska qilasiz, boshqa qilasiz, ertangi mahsulotlarni qayg'usini qilasiz, keyin uyga kelasiz, qancha dam olasiz. Ya'ni aytganingizdek qulaylik bo'lyapti. Ya'ni tadbirkorlik uchun ham qulaylik. Bu qulayliklardan foydalanish kerak faqat. Masalan, keyin 2015larga kelib distributorstvo o'ta rivojlanish boshladi bizda. 2012 o'sha paytlarda sekin-sekin rivojlanyotdi. Oradagi farq katta edi. Masalan, men Urizorga borib kelganim 20% arzon tushadi. Distributorlar kelardi-da, katalog yasagan, boshqa qilganda 100 so'mlik narsa bizda 120 ming dastavkasi ichida o'zimiz olib kelib beramiz deyiladi. Menga nima deydi u payt? Lekin bu distributorstvo ham rivojlanib, raqobatlashib, u narsa bozor bilan teng bo'ldi. Bozor bilan teng bo'ldi, hattoki ishlab chiqaruvchini o'zi distributordan yo'lga qo'ymaguncha. Ishlab chiqaruvchi o'zi distributordan yo'lga qo'ydi. Masalan, chuchvarani oldin faqat distributor olib keladi. Ishlab chiqaruvchi alohida ish qiladi. Keyin ishlab chiqaruvchini o'zi nima qildi? Tizimlashtirib turib,
Agentlar qo'ydi. Agentlar qo'ydi. Agentlar qo'ygandan keyin bozordagi narxdan menga arzon kelyapti. Menga qaysi biri qulay? Yoningizgacha olib kelib beradi. Ha, shuning uchun bu yerda shu narsa rivojlanib, mana mana shu narsaga keldi. Hozir do'kon ochasiz, do'kon ochib, men ochildim desangiz, o'z agentlarning o'zi kiryapti. Siz qaysi biri arzon, qaysi biri birinchi qo'l, qaysi biri ishlab chiqaruvchi, hammasini ro'yxatini tuzib olasiz, ishlayverasiz. Xuddi shunga o'xshab franshiza ham xuddi shu holatda. Ya'ni kimdir mehnat qildi, u narsani hisob kitobini chiqardi, tizimlashtirdi, boshqa qildi, tayyor mahsulot, shuni olasiz, yurg'izasiz. Bu narsa ham bir o'ziga yarasha qulaylik. Bu qulaylikdan faqat biz ham foydalanishimiz kerak va sotib oluvchi odam ham, franchiza ham foydalanish kerak deb bilaman. Zo'r. Endi mana Nodirxon aka, misol uchun biznes qancha rivojlansa, ya'ni shaxs, ya'ni biznes egasi ham qancha, ya'ni biznes egasi qancha rivojlansa, biznes ham shunaqa rivojlanadi degan gap bor. Xuddi shunaqa endi hozirgi kunda sizlar ya'ni oldinga yurish uchun manbani qayerdan olyapsizlar? Ya'ni kitob o'qib qo'yapsizlarmi yo birorta ustoz bilan o'rganyapsizlarmi? Qanday nimani evaziga bunaqangi tez va oldinga yuryapsizlar? Men aytgan bo'lardim, to'g'ri, endi ustozlar qanaqadir darajada so'rab turadiganlarimiz bor orada. Endi asosiy ustozlar o'z xaridorlar ham bo'ladi. Ularning talabidan kelib chiqib, keyin ustoz deb to'g'ri biladiganlarimiz bor. Masalan, bir sabab bo'lib Malayziyadan bitta Muhammad nimadir, Afifmi degan bitta o'zi tegi eronlik. U yerda xuddi bizning do'konga o'xshagan qilgan. Masalan, o'shanga o'xshagan do'konlarni xuddi ustozdek qarab, o'shanga qarab, xuddi o'shandan ko'chirishga harakat qilinadi yaxshiligi uchun. Demak, chet eldan ham ma'lumotlar kelar ekan. 34 tami chet el do'koni bor edi uni, keyin o'zi tushuntirdi. Endi ana o'shanda uni ham gapi o'zing ko'proq ado qila. Mana meniki Sarg'ot esimdan chiqar firmasini. Xullas o'sha yerda kelib ancha do'konlarni ko'rdi, keyin shu gostinitsaga chaqirib, qo'lda o'tirib gaplashdi. U ham har xil narsalar qilib beraman keyin degan. Mana ularga ham vaqt ajratishimiz kerak, borib qo'l bo'shab ular bilan shartnoma qilishimiz kerak. U ham ko'p narsa o'rgatdi. Reklamaga e'tibor ber, qadoqlashga e'tibor ber. Zo'r joylarning qayerda, masalan, aeroportda. Qo'y, nechi pul bo'lsa ham qo'y reklamani, masalan. Mana shularga o'xshaganlarni ustoz deb bilaman. Shunaqa deymiz. Xo'p, bilaman, juda ham nima deydi, izlanuvchan insonsiz. Endi asosan o'zimizda ham ancha chet el tajribasini targ'ib qiluvchilar ko'payib ketdi. Baraka topsin. Tadbirkorlarga ko'p tavsiya berib kelishadi. Deylik, o'sha mentorlar, har bir sohaning mentorlari bor, o'ziga yarasha mashhurlari bor. Ularni berayotgan tavsiyalari va boshqalarni ham ko'rib turamiz. Va bundan tashqari chet el andozasi va keyin o'sha mentorlarni va boshqa nima bo'lgan taqdirda ham u baribir teoriya. Ya'ni u amalda qandoq qilinadi, amalda qandoq qiyinchiliklarga duch kelinadi, boshqa bo'ladi. Buni qanchalik amalda qila olaman, boshqa qila olaman degan narsani ta'ammul qilib turib, keyin amalga o'tamiz. Endi ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ustozlarimiz bor, o'ziga yarasha, mana o'z oldin ham aytib o'tdim. Masalan, Muhammad Ali Eshonqulov o'ziga yarasha ustozlik, ya'ni ularni aytganlarini qildik demak, ular ustoz hisoblanadi. Ya'ni shu narsada undan keyin Bahodir aka, Qo'qonlik akamiz borlar. Ular ham ko'p maslahatlar, ya'ni bizani o'sha kiloni analiz qilib berganlar, mana qarab yurishinglar kerak, boshqa deb. Bu narsalarda baribir o'sha hamma narsani jamlanadi-da. Hamma narsani, ya'ni bir odam aytib ketsa qilib ketavermaymiz, bir tomondan qarasa. Lekin bir tomondan mana bu narsa to'g'ri deb turilsa, u narsani ta'ammul qilib, bu narsa rostdan to'g'ri bo'lsa, endi u narsani qilib ko'rishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak degan narsada
baribir o'ziga yarasha kimdir ustoz bo'ladi aytganingizdek. Zo'r. Mana hozir ko'p O'zbekistonda ko'p tadbirkorlar, ya'ni eshitamiz, depressiyada, ya'ni mana ko'p narsani ko'rib bo'ldi, уже $1 million tepasida yo'qdi, yana mana shuncha 10 ta filialim bor, bu bor bo'ldi, yetadi degan ma'noda komfort zonaga tushib qolganda, shunday paytda qanday qilish kerak deb o'ylaysiz? Ya'ni sizlar qanaqa qilib davom ettirib kelyapsizlar shu paytgacha? Ya'ni siz aytyapsizki, mana bu yog'iga fransiyaga o'tdik, kengaytiramiz, O'rta Osiyoga chiqamiz, уже jahonga chiqamiz degan hali sizlarda to'xtashni ko'rmayapman-da. Shunda qanaqa tavsiyalaringiz bor? Hammasi bundoq qarasangiz boshiga qo'yilgan maqsad ustunligi bor-da. Boshida nima maqsad bilan boshlandi? Nima ish qilinsa ham maqsad qanaqa o'zi? Masalan, bizani maqsadimiz o'sha boya aytdik, 1000 dan oshiq odam hali yo'q qo'limizda. Va masalan 1000 bo'lgandan keyin u paytda 10 mingni mo'ljalda qilamiz. Hozircha o'zimizga qo'ygan kichik qadamimiz shu. Ya'ni bu yerda aytilayotgan narsa bizada ko'pincha mana shu chet el andozalarini ko'radigan bo'lsak, chet el tadbirkorlari qanaqa? Chet el tadbirkorlari deylik, faqat o'zini o'ylab rivojlanib olsam, pulim bo'lsa, dang'illamay uy qilsam bo'ldi, demaydi. Vaholanki avlodini o'ylaydi, ularga ham nimadir qoldirib ketishni o'ylaydi. Biz ham shu narsani maqsad qilganmizki, faqat o'zimizda bo'lmasin, bizdan keyin ham bu ish yursin. Ya'ni oilaviy biznes avlodlarda yursin. Haligi aytadi-ku, nima deydi? Seni stoping, farzandingni starti bo'lsin deydi. Shu narsa. Asosan shu maqsad bo'lganligi uchun ham baribir qiladigan ishlarimiz ko'p, o'ziga yarasha to'xtab qolsak noto'g'ri bo'ladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, mana shunday holatga mabodo tushib qolsa, komfort zonaga, demak, maqsadini bir yangilab olish kerak ekan-da, to'g'rimi? Baribir o'sha niyatingni yangilab ol degan gap bor-ku. Bizda ham ko'p bo'ladi, baribir o'ziga yarasha dangasalik bor, boshqa bor, komfort zonaga bir tushib qolamiz-da, keyin deymiz, maqsadlarimiz nima edi o'zi? deb bir-birimizga eslatamiz. Ya'ni aka-ukalar shu tomondan yaxshi tomoni shunda, masalan, deb oddiy sherikchilik bo'lsa, bo'ldi, shuncha pul topamiz, boshqamiz deb qolishligi mumkin, lekin maqsadimiz nima edi o'zi? Qarag'aning, mana bunaqa deb turadigan yosh katta bir o'zingizni bir jigaringiz bo'lsa, bir boshqacha bo'lardi. Bu ham bir ne'mat. Husan aka, mana shunaqa komfort zonaga tushib qolganda nima qilish kerak? Endi hozir biz menimcha ungacha bormiz. Komfort zonada emas, hozir shu savolni berganingizdan keyin o'ylab o'tirdim. Yo'q, hali maqsadlar bor. Demak, yo'q, sizda maqsadingiz katta, ketyapsiz, lekin ba'zilar bor. Ba'zilar bor, masalan uchun hamma narsaga yetishi bo'ldi. Uy joy deysizmi, уже dunyoda tatib ko'rmagan narsasi qolmadi deylik. Shunaqa. O'shanda nima qilish kerak? Biz hali tatib ko'rmadik. Yarmiga yetmadi. O'zi savolingizdan kelib chiqyapti. To'g'risini aytib qo'ydilar deydi. Men bo'ldi to'g'ri gapiringlar deylar. Bor yo'g'i 5-6 ta davlatga borib keldi. Hali 180 tasi bor ekan. 200 ta davlat bo'lsa deydi. Bunga savolga men javob o'ylaganim, biza komfort zona deyilgan joy emas-da, bizda hali talablar bor-da. Talab hali 50 ta kamida Toshkentga do'kon qilish. Talablar o'zi. 50 ta bo'lsa, nechtadir rayonda o'zi bitta rayonga bitta qilamiz desa, bitta rayonga 3 ta 4 talab ham qilishimiz kerak bo'lib qoldi. Negaki talab. Masalan, Olmazor tumani katta-da, zich joylashgan. O'sha yerda 3 ta do'kon joylashgan. Shuda hali bor deyman-da. Zo'r. Sizda hali yo'l uzoq, ya'ni siz hali maqsadingiz katta. Lekin shunaqa komfort zonaga tushganlarda nima maslahat, ya'ni nima tavsiya qilasiz? Ya'ni har bir insonda, misol sizda ham balkim shunaqa yo'llar bo'lgan bo'lsa, siz nima qilib, qanaqa qilib chiqqansiz bundan? Endi holatiga qaraladi birinchi o'rinda. U qanaqa holatda, yo o'zining sog'lig'i masalasidami, yo boshqa masaladan o'zi to'xtamoqchi bo'lsa, u boshqa sabablar endi. Xo'p, endi faqat komfort zona sabab bo'lsa, endi ko'pincha oldiga yurishga harakat qiladi odam. Masalan, biz ham havas qilayotgan do'konlar ko'p.
qanchasi o'zi hamma biladi. Brend desa o'shalarga nomiga mos setvi do'konlar, oziq-ovqat do'konlar. O'shalarga havas qilamiz. O'shanga qarab bizda hali komfort zonagacha kelmadi deb hisoblayman. Xo'p, kattakon rahmat sizlarga vaqtlar ajratib kelganlaringiz uchun. Endi shu suhbatimizga yakun yasab xulosa qiladigan bo'lsak, ya'ni men so'ramagan yoki sizlar bir aytishingiz kerak bo'lgan birorta gaplar qolgan bo'lsa, shuni qisqaroq aytsalaringizda, keyin shu bilan xulosa qilsak suhbatga. Niyat to'g'irlab deyman, shu kimlardir biznes boshlamoqchi bo'lganlar bor. Shularga maslahat berardim. Endi menimcha maslahat berishga katta ish qildim deb o'ylamayman. Endi shu ma'noda agar yetadigan bo'lsa, to'xtash kerak emas. Allohga ish emas. Shundoq harakat qilib turib, shu filiallarni ochib tashlashga ham biz uncha tayyor emas deb o'ylardik o'zimizni. O'sha harakat qilsa, joy-joyiga sababini qilib harakat qilinsa, qanaqadir yengilliklarni ko'rayotgan bo'lsanglar, qilsanglar, u yog'ini Allohga qo'yib harakat bilan bo'lib ketadi. Ko'rindida shu praktikada, tajribalarda ko'rindi. Harakat qilsa bo'ladi. To'g'ri harakat qilishga sabablarni to'g'ri tanlash kerak bo'ladi. Imkon qadar. Xo'p, biz endi shu bizani kuzatib boruvchilarga o'zi umuman bir aytadigan narsamiz nima bo'lganda ham xolis bo'lishlik va bu dunyo baribir bizdan ham qolib ketadi va bu dunyoda yashab jamiyatga, elimizga, yurtimizga manfaatimiz tegadigan inson bo'lib o'tishlik. Ya'ni sizdan bir odam yaxshilik ko'rsa va siz orqali bir ishli bo'lib qolsa yoki siz orqali siz qaysidir joyida kimlargadir sababchi bo'lsangiz, bu narsa bir o'ziga yarasha baxt. Va shuni aytib qolardikki, Husan akam ham aytganlardek, to'xtash kerak emas. Faqat va faqat bizdan yaxshilik qolish kerak. Va bu ko'rsatuvni tashkil qilganinglar, ya'ni bu ko'rsatuv deyiladimi, xullas podkastmi yoki boshqami, dehqoncha aytaveramiz. Ya'ni bu ishinglar bardavom bo'lsin. Tadbirkorlikka va tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lganlarga ham manfaatli xizmat qilsin, bardavom bo'lsin. Sizga ham taklif uchun rahmat. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Rahmat kattakon. Aziz do'stlar, agar suhbatimiz foydali bo'lgan bo'lsa, YouTube algoritm bo'yicha like bosib, kommentariyalar yozish bu biz uchun muhim. Xudo xolasa biz In Franchise podkastimizda ko'plab foydali, manfaatli ma'lumotlarda bo'lishib boramiz degan umiddamiz.